Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salâh. Hayy ale's-salâh. Hayy alel-felâh. Hayy alel-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Erkinlik yolda sudek aktı Müslüm dinimiz. Sen için ey yurtimiz fida bulsun cinimiz. Kan keçip hem can verip ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka itikat imanımız. Allah'ın canları düşmedi tarih bitti. Nesli kaldı kendi var biz onun evladıyız. Çıktı can hem aktı kan oldu yağdın el aman. Yaşasın yaşasın güzel istikbalimiz. Yaşasın yaşasın güzel istikbalimiz. Can ve Mirjakıp Kazakların Mehmet Akif gibi milli şairi olurken Kazak coğrafyası Mehmet Akif gibi böyle milli şairler doğururken Doğu Türkistan coğrafyasında da böyle milli şairler ortaya çıkıyor. Halkın kaygısını, beklentilerini sanattan vazgeçmeden, ama bu çok önemli. O dramatik, lirik ve sembolik hassasiyetle, o lirik idrakle, lirik hassasiyetle edebiyata taşıyan şairler yetişiyor. Ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, bir gönül rahatlığıyla büyük Uygur şairi, daha kısa ömürlü olan ama çok iyi yetişmiş bir şair Lütfullah Mutellip'le birlikte Çin modern tiyatro eserini, oyununu kaleme alıyor. Bir yandan öğretmenlik yapar, diğer yandan yazmaya devam eder. Fakat Uygurlar hiç de rahat değildir.
her geçen gün haksız yere tutuklamaların, idamların bir yenisi daha duyulur. O yıllarda Uygurlar istiklal istemektedir. Yıkılan cumhuriyetlerini yeniden kurmak için çalışırlar. O yıllardan sonra yine 1944'te çok önemli bu. 44'e kadar bu siyasi atmosferde geçen bu kaygılı dönem 1944'te Doğu Türkistan Cumhuriyeti, ikinci Cumhuriyet kuruluyor ve 45'te kuruluyor aslında. 44'te ama çok sancılı ihtilal fırtınalarının koptuğu yıllar. Mesela onun çok yakın dostu Lütfullah Mutallip Aksu hapishanesinde idam ediliyor. Onun ilk gençlik dönemi bölgede otorite boşluğunun yaşandığı bir dönem. Hem Birinci Dünya Savaşı bitmiş, İkinci Dünya Savaşı döneminde de bölgede tam bir otorite kurulamamış ve yönetim tarafından tutuklanıyor Abdurrahim Ötkür. Bugün çok az hatırlanan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti adıyla kurulmuş Uygurların 40'lı yıllarda kurdukları bir cumhuriyet var. Bu cumhuriyet Çin'le pazarlık ediyor. Abdurrahim Ötkür siyasi suçlu kategorisine sokuluyor ve onun hapisten çıkmasını sağlıyorlar. Yeni bir cumhuriyetleri vardır artık. Yeni cumhuriyet siyasi gücünü kullanarak Abdurrahim Ötkür gibi aydınlarını cezaevlerinden çıkarır. Yeni bir atmosfer vardır. Ötkür ve arkadaşları da bu yeni atmosfere göre çalışmalarını hızlandırırlar. Daha çok yazmak, daha çok anlatmak, görkemli tarihini unutan halka tarihini anlatmak, kendi şanlı tarihini Uygur'a bir kere daha öğretmek, dilini unutan halka dilinin güzelliklerini tattırmak. Kaşgar'da yazılan Divan-ı Lugat-ı Türk'ü çevirip halka anlatmak. Kutadgu Bilig'i yayınlayıp halka göstermek. Kendi kültürünü yaşamanın onurunu bildirmek. Daha nice inci mercanlar Abdurrahim Ötkür ve arkadaşlarınca yazılmaya ve yayınlanmaya çalışılır. ...46'da Yürek Munları, 48'de Tarım Boyları, bu şiir kitaplarındaki şiir dünyası o zamanki siyasi atmosferi anlatan büyük örnekler. Tan şamalları, Böşük elliyi, Yurtum kaldı, Namus aklansın, Şeref şanım kanı, onun dışında mensur şiirleri, mensur şiir dediği ahenkli ama dörtlüklerle, beyitlerle olmayan Denizdin Seda, Tarım, Tenri Tağı, bunlar Ötkür'ün o zaman 40'lı yıllarda özellikle Komünist Çin'in iktidara gelmesine kadar yazdığı müthiş örneklerdir. Özellikle Tenri Tağı'nı burada alırsam Ötkür'ün Tenri Tağı şiiri bu hiçbir yerde yazılıp çizilmiş bir şey değil ama Akif lezzeti var. Akif'ten Anadolu milli şairimiz, istiklal şairimiz Akif'ten o kadar büyük etkilenme var ki. Akif gibi, Macan gibi, Çolpan gibi haykırmaktadır Ötkür. Lirik ama sembolik ve dramatik hassasiyetle yazılıyor şiirler. Tenri Tağı şiirinde diyor ki, ey Türklük ocağı, Tenri Tağı, lanet senin üçün yığlamağan karğı közlərgə, lanet senin üçün sözlümigən keş tillərgə, lanet senin üçün yazılmağan alçak destanğa, lanet senin üçün titremegen satkın vicdanğa diyor. Marcan ve Mirjakıp Kazakların Mehmet Akif Tenri Tağ
La'nat senin uchun yig'lamagan qorg'u ko'zlarga, la'nat senin uchun so'zlamagan tuzsiz tillarga, la'nat senin uchun yozilmagan tamsiz dostonga, la'nat senin uchun titramagan vijdonga. Bu bizning rahmatli ustozimiz, buyuk olimimiz Abdurahim O'tkirning Tangirtog' nomli she'ri. Biz shaxsan ben o'zimni nihoyatda baxtli his qilaman. Mana shundoq bir buyuk ustozimizning yanida cho'ng bo'lgan. Hem aynı vaqtda mushu ustozimizning tarbiyasida millatni suyish, vatanni suyish, shundoqla o'zimizni, oilamizni suyish tarbiyasini ko'rgan. Afsus, bundaq büyüklerimiz bir-birlab ketib qoldi. Bugungi holimiz naricha, bugungi ziyolilarimizning ahvoli qandoq bo'lyapti? Bugungi temamiz ziyolilarimizniki hozirgi da'vo ishlarimizdagi roli qandoq bo'lyapti? Ekranimizda Germaniyadan Abdurahimjon, Amerikadan Ümit Sabir Uyg'ur qarindoshimiz va bugun yana bir akimizni taklif qildik. U bo'lsa-mu Norvegiyadan Erkin akimiz. Erkin akimiz bugun ovoz orqali qo'shildi ekranimizga. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Salomat yaxshi turdinglarmi? Aleyküm selam. Hammalarni qayta ekranda ko'rganimdan nihoyat xush bo'ldim. Allohga shukrlar bo'lsin. Didor g'animat. Bugünkidek Xitoy virus bilan butun dunyoni vahimaga solgan shu kunlarda qarindoshlarimiz bilan bugünkidek chiroyli ko'rishib o'tirishimizning o'zi bir g'animat biz uchun. Bugun boy deganimdek qarindoshlarimiz, bugungi temamiz vatandagi demayli, muhojiratdagi, diasporadagi ziyolilarimizniki shu da'vo ishlarimizda roli qandoq bo'lyapti? Men har qatam rahmatli O'tkir apandini eslaganimda, oxirgi qatam O'tkir apandi og'ir kasal bilan o'pka doktorxonasida yetib qolgan chog'ida men televiziya stansiyasidagi 3 yigitni boshlab bizning o'zimizning kasbiy kamerasini elib, shu rahmatli olimimiz yotgan yotoqqa borgan vaqtim hozirgacha esimda. Bizning maqsadimiz bu buyukimiz bir qancha kitob yozib qoldirdi va oxirgi kitobida bu kitobning oxirini yozishni keyingi avlodlarga qoldirdim degan edi. Biz muxbir bo'lish sifatimiz bilan qandaqdir Xitoyning axborotchisi emas, balki bu buyuk otimizniki farzandlari bo'lish sifatimiz bilan mushu buyuk otimizning og'zidan tarixiy ishlarni aynan so'zlatib kameraga ilib olishni umid qilgan edik. Shu maqsadda kamerani ko'tarib borgan edik. Bu buyuk otimiz bizni nihoyat qizg'in qarshi oldi, qabul qildi. Ham bizniki kelish maqsadimizni anglagandan keyin balalarim dedi, nihoyat savobli bir ishga tutishibsizlar. Bu ishning xatir borligini bilaman. Sizlar agar vijdonliq Uyg'ur yigitlari bo'lmasanglar kelib bu gapni televiziya stansiyasining muxbiri turib ochiq demagan bo'lardinglar. Men bu gapinglardan ta'sirlandim. Men har qanday xavf xatar bo'lishidan qat'iy nazar men sizlarga va'da qilaman. Ayrim kelinglar. Hozir vaqt emas, chunki faloni g'ojam, pustoni g'ojamlar yo'qlab keladi hozir. Gapimizni yaxshi qilolmaymiz. Faloni bir kuni, ya'ni 3 kundan keyin Kashqo'ron tarafda ayrim kelinglar, men hech kimni qabul qilmaydigan, doktorxonada hech kimni qabul qilmaydigan bir vaqtda kelinglar, ishni taqab qo'yib o'tirib, men yurak so'zlarimni sizlarga deb beray. Bilaman sizlar buni televiziyada taqatmaysizlar, material qilib, tarixiy material qilib saqlamoqchi degan edi. Biz bu buyukimizning, bu otimizning so'zlaridan cheksiz faxrlandik va bir xil shodamonlik ichida   qaytdik. Bir necha kungacha ko'zimizga uyqu kelmadi. Chunki biz buyukimizning, bu otimizning so'zlaridan cheksiz faxrlandik va bir xil shodamonlik ichida qaytdik. Bir necha kungacha ko'zimizga uyqu kelmadi. Chunki biz buyukimizning, bu otimizning so'zlaridan cheksiz faxrlandik va bir xil shodamonlik ichida qaytdik.
Biz büyüklerimizden ağzıdan tarixni aynen anlığımız var idi. Hem büyükümüzniki muşu Uyg'urning hozirgi holiga va kelgusiga bo'lgan o'zining o'ylaganlari va tasavvurini kameraga elib olmoqchi edik. Nihoyatda afsuski biz qaytib 3-cü gününü kütüp bulamadık. 2-ci günüla bu büyük atımızniki vafat haberi geldi. Hazırgacha o'ylasam jig'i tutuldu. O'sha aramızdan chiqqan ulug' bir olimimizniki oxirgi hayotining oxirida yurak so'zini lentaga olamay qoldik. Bo'lmasa bir mangulik tarixiy xotir bo'lib qolgan bo'ladi. Ammo biz bir xil orzular bilan haqiqat izlash uchun, mo'rlik izlash uchun chet elga chiqdik. Shu chaqlarda ko'nglimizga pukkunimiz vatanda g'ilpal anglaydigan chet eldimi oz bo'lmagan ziyolilarimiz bor ekan, ulug'larimiz bor ekan, ana shular mushu Abdurahim O'tkirga o'xshash ulug'larimizning izini besib, bizga qoldirgan izini besib, vatanni mustaqillikka boshlaydi. Biz jon fidolik bilan bu kurashga otlanamiz deb chiqqan edik. Mana bugungi kunda vatandan ayrılganimizga 20 yildan eshibdi. Ammo bu iz nada bo'lyapti? Ben shu ekrandagi qarindoshlarimdan bu savolni so'ramoqchi. Bu iz nelarda qoldi? Biz qaysi izlarda ketyapmiz hozir? Bizniki boya men kutgandek, umid kutgandek chet eldagi ziyolilarimiz, ulug'larimiz bizni qaysi izda boshlab ketyapti? Ularning roli qanday bo'lyapti? Mushu yoqda, mushu hammamiz tanishib olgan qarindoshlarimiz bilan keng kuchada paranglashimiz bo'lgan. Qani marhamat. Rahmat. Rahmat. Hoş. Şimdi Abdurrahimcan'ın kelsin. Ben bek hayacanlanıp kaldım sal. Söhbetin dərsli edilen bir ataqlıq ziyalimizniki milletinin menisi, milletinin ruhi boğan, milletinin aqlı boğan, milletinin közü boğan bir ataqlıq alim ziyalininki vafat haberi bilen gerçi 25 yıl ötüp ketken bolsumu qadri shunchalik o'tildiki, bo'libmi chet elda bizga qadri shunchalik o'tildiki, rahmat. Ben keyinroq qatnashgan qarindoshlar sizlar bir ozroq bir suhbatlashsanglar, ko'nglim ozroq yerim bo'lib qoldi. Hadi Ümit. Hem de elbette bu söhbetini uğurlaştırganlığın için sana çok rahmet, cesaret. Hakikaten ama Abdurrahimcan qarindishimizning degindek hozir mushundaq bizning millatimizga chiroq bo'lib beradigan, millatimizning ruhiy bo'lib beradigan mushundaq bizning ustozlarga, bizningki haqiqiy bizningki lug'atimizga desak bo'ladi, Uyg'ur millatining lug'atiga mushundaq insonlarga bakma tashna, bakma intizor bo'lib ketib boramiz hozir. Hamda bugun suhbatninki mazmunini ziyolilar deb boshlab qolsa, hamda men o'zimning bilgincha day, men shu ziyolilar degan so'zning, ziyoli degan so'zni hamda xili izlendim. Bu zaten ziyali, bizde Uygurca'da ziyali dese, o'qigan odamning hammani ziyali deydigan ish var. Hem bu ziyali deganninki ma'nosining tagiga kirib chiqsak, bu ziyali deganninki asli kelib chiqishi qayerlarga, men ham tilshunos emas, uningga kirib ketmayman, ammo shu Uyg'ur qadimiy tillari va turk tillaridan o'rtaq ishlanadigan bir bu ziyali deganning ma'nosi aydınlık, yorug'liq, yoritgan, chiroqliq rolini o'ynagan degan ma'nolar keladi ekan. Hem bu ziyali degan shu bir millatni aydınlıqqa boshlalagan, bir millatga chiroqliq rolini o'ynalagan, to'g'ri yo'lga boshlalagan insonlarga ziyali deyildi ekan endi.
Endi gap shu yerga kelsa, bir millatda o'qigan odamning hammasi ziyoli bo'la olamdi degan to'g'risida men azroq o'zimning tushanchamni bermoqchiman. Endi meningcha her o'qigan odam ziyoli bo'lolmaydi deb qarayman. Endi dunyoda nurg'un o'qigan, o'qimishli insonlar ko'p. Endi hatto qo'lida 3-4 diplomasini ko'tarib yurgan insonlar jiq. Ama o insanlar şu bilim sahasida, şu o'qigan kasbi sahasida bilim odami, bilimli kishi deb tanilish mencha yetarli bo'ladi deb qarayman. U millatning ziyolisi bo'lolmaydi. Hem bu ziyoli bo'lish uchun cho'qim bir diplomi kerak emas. Yoki bo'lmasa bir oliy bir maktabda o'qib o'tmagan bo'lsa-mu, bizning tariximizda shu ifodalanib turgan nurg'un tarixlarimiz bor. Qo'lida bir diplomisi yo'q, ammo millatning mustaqillikqa, millatning ozodligiga, davlatning egilik huquqi, mustaqilligi uchun kurash qilib, xalqni to'g'ri yo'lga boshlay insonlar tariximizda bor. Bular mana haqiqiy ziyoli. Endi bizning millatimizning orasida shu bir xato tushuncha bor. Qo'lida diplomisi bo'lganlar bo'lsa, ya bir universitetda o'qigan bo'lsa, yoki Amerikada o'qigan, ya Germaniyada, ya Turkiyada bir diplomni olib, men falon maktabni bitirgan degan shu diplomni ko'rsatgandagilar, shu ziyolilar so'zlasin, shu ziyolilar biladi deydigan xalqimizning orasida shu ziyolilarga nisbatan nihoyat hurmat bor endi. Bu hurmat xato ish emas. Millatninki o'qigan insonlarga hurmat ko'rsatish amaliyotda shu millatimizning qanchalik oliyjanob, qanchalik aqlli millat ekanligini ko'rsatib turdi, shu ziyolilarga bo'lgan hurmat. Endi dunyoda nurg'un donliq insonlar bor, ammo o'zining yaxshi o'qigan insonlar bor shu kasb sohasida. Ammo u insonlar u bilimini boshqa insonlarning dunyodagi insoniyatninki o'zining davlatining, o'zining millatining foydasiga ishlatmay faqat maosh uchun ishlab ketadiganlar bor. Masalan, bu boshqa millatlarni aytib o'tmaylik, bizning Uyg'urlarning orasidami neni yaxshi universitetlarni bitirganlar bor, ammo bu kasbini hech millatninki istiqboli uchun ishlatmayotgan diplom egalari bor. Faqat maosh uchun ishlab ketib qolgan. Bunday insonlarni biz ziyoli deyolmaymiz. Hem ziyoli bo'lish uchun shu millatga boyi deganimizdek chiroqliq rol o'ynaydigan, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan, millatninki kelajagi kelgusi uchun nimaning foydali va nimaning to'g'riligini o'rgatadigan bilimlik inson, u qo'lida bilimi bo'lsin ya bilimi bo'lmasin. Ba'zi insonlar bor, hech qanday maktabga bormay 5 universitet bitirgan odamdan saviyalik insonlar bor. Her millatning ichidan chiqadi mushtaq insonlar. Dunyoda buning nurg'un o'rnaklari bor. Bir maktabni to'liq bitirmay, bir universitetni to'liq bitirmay, mana dunyoga donliq shirkatlarning ichib taraqqiy qilib, dunyoda insoniyatga xizmat qilayotgan insonlar nurg'un. Shuning qarta bu yerda xalqimizga deydiganim shu nima degan joyda bir insonning diplomisiga qarab ziyoli emas, u insonning millat uchun nima ish qilib berayotganligi uchun insonlarni to'g'ri yo'lga boshlayotamdi deb ziyoli deganni mushu yerdan boshlasak deyman. Masalan, ziyoli o'zining millatining qimmatini bilgan ziyoli bo'la oladi. Bir o'qimishli inson o'zining millatining qimmatini bilmay, shu chet elda yashayotgan Uyg'urlarning ichidami maosh uchun ishlayotgan, faqat o'zininki shon shuhrati, o'zining rohat farog'at uchun nihoyat yaxshi o'qigan, ammo u o'qigan bilimini zarrachilik millatga ishlatmayotgan, butun o'zining shaxsiyati uchun ishlatayotgan, faqat rohat farog'at yashash uchun o'qib millatga hech qanday foydasi tegmagan Uyg'ur o'qimishli insonlar bor. Bu insonlarning bilimidan gumon qilmaymiz shu kasb sohasida, ammo u millatning ziyolisi emas. U chunki u millatiga hurmat, u millatining qimmatini tonimagan millat o'qimishli insonlardir u. Endi bu bir ziyoli bo'lish uchun dushmanini to'liq tushunish kerak. Ya'ni bu yerda
bir ziyoli millatiga oydinlik, chiroqlik rolini o'ynash uchun oldi bilan millatini tushunish kerak, undan keyin dushmanini tushunish kerak va dushmaniga bo'lgan nafratini aniq ifodalaydigan inson millatiga xizmat qila oladi. Bu bir ziyoli bo'la oladi. Endi yana uchinchisi, ziyoli dunyoni to'g'ri tushunish kerak. Dunyoni to'g'ri tushunmagan ziyoli millatini to'g'ri yo'lga boshlamaydi deb qarayman. Dunyoning siyosati, dunyoninki iqtisodiy, dunyoning yo'linishi nega ketib bordi deganlarni tushunmagan bir ziyoli millatini hech qachon to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Ham masalan, mishada nima uchun men dunyoni to'g'ri tushunish kerak? Bu ziyoli degan yerga kelma degan vaqtida, ammo gapni hemen uzatib o'tmay, bizningki xalqimizda mundaq bir cho'ng xatolik bor hozir. Bütün xalqimizda desak bo'ladi, boshqalardan tama kutish. Masalan, yillardan beri, ya'ni men kichik vaqtimda o'zimni bilsam, shu chog'lardan tortibla Sovetlar ittifoqiga bizga kirdi ekan, bisib kirdi ekan. Endi biz Sovetlar bisib oldigan bo'ldi, Xitoydan qutuldigan bo'ldi deb Xitoymi qashqash bo'lib ketgan vaqtlarini esimda, hatto şu Uygurlarni tağlarga, aşı yezlarga chiqib ketishga zo'rlab Xitoy Uygur xalqi yana o'zining qora joylarini saqlab, o'sha Sovetlar kirdika deb manga tug'an yillarida Xitoy qochgan. Shu chog'da Sovetlar kirdika dedi. Uni lekin biz aqlimizni, o'shimizni bilib, mushu o'tganki sökütimizni deb o'tib ketdik. Ben G'uljida cho'ng'anligim uchun men Van Qodir bog' degan bir yer bor. Asli shu Qodir bog'ning big'i degan gapga hamda uni Van Qodir deydik. Shu yerda mushu biz hozir Sharqi Turkiston Jumhuriyati davatgan, Sharqi Turkiston Jumhuriyati Milliy armiyasi davatgan shu tarixni ashada 3 viloyat inqilobi degan bir ko'rgazma bor bu yerda. Hammanglar bilishinglar mumkin. Bu Ahmadjon Qosimi, Dalilqon Sugurboyev mushu aeroplanda portlab o'ldi degan insonlarning hammasining qabrisi bor ashada. Haliqi bir Xitoydan tortib. Endi ashadagi shu muzeyga borsak, shu muzeyda Ahmadjon Qosimninki va yoki shu yerdagi generallarning maydisida turgan shu orden, haliqi Meydisiga esiqliq bizning ay yulduzliq menimde resim kasbida o'qiganligim uchun shu kasbimga oid so'zlab qoldigan ishga endi shu Ahmadjon Qosimni sizash emas, Ahmadjon Qosimning meydisizligi shu ay yulduzni sizib bilish biz uchun bir inqilobdek tuyuladi shu chog'larda endi. Shu to'liqsiz 5-6 sinf vaqtlarimizda shu biz uchun bir ajoyib cho'ng bir ish qilayotgandek aytib his qilardik. Ammo bu yerda cho'nglarimizdan shu bizning hozirgacha biz ziyoli deb kelayotganlar, biz shu bizning bilimlik odamlarimiz, bizning ziyolilarimiz, bizningki millatimizning yo'lboshchilari deb kelayotgan insonlar bizni to'liq uyg'otmaganligi uchun, to'g'ri yo'lga boshlamaganligi uchun, hatto buningda o'zimizning ota-onamiz sababli bu millatni az kundan keyin Türkiye bilan Xitoy so'qishidika. Türkiye bizni ozod qiladiganka degan Turkiyadan umid kutish. Keyin bara undan keyin qo'pib bu da'voninki yo'linishi g'arbga, Amerikaga o'tkazilgandan keyin Amerika bizni ozod qiladi ekan. Amerika Xitoy bilan urush qas bo'ladi, Xitoy bilan urushib bizni ozod qilib qo'ysa bo'ladi degan butunlay tamadagi bir tamaxur millat bo'lib qoldik biz. Endi mishada shu tamaxurlikning yetilishida kimlarning sabab mas'uliyati bor degan chog'da shu ziyolilarning mas'uliyati bor. Bizning shu ziyolilarimiz xalqimizga dunyoning siyosatini to'g'ri tushuntiramaganlik yoki tushuntirishni xohlamaganligidan bizning xalqimizga umumiy o'zingning davlatingni sen o'zing qutuldingmisan, xalqing uchun nima qutuldirib berdi degan vatan uchun jon qinini bera oladigan bir ruh bilan to'g'ri yo'lga boshlamaganlik xatolik bizning ziyolilarda.
Yani biz ziyali davatqanlarda, endi biz ziyali davatqanlar deganimning sababi bizde ziyali bormi degan savol chiqadi. Men bu yerda gapimni oxirlashtirayman. Tamam. Abdurrahimcan. Bo'ldi, Ümit qarindoshimiz. Undan tushuncha berdi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Aleykümselam. Ziyoli deganda har qaysi millat, har qaysi davlat va har qaysi davrlarda o'ziga xos uning bir izohat tushunchasi bo'ldi. Ümit qarindoshimiz bizning Uyg'ur ziyolilarining qandoq bo'lganligi, qaysi davrda qandoq bo'lganligini bir qadar tushuntirib o'tdi. Men aytdi, xo'sh bo'ldim. Bizniki endi ziyoli deganda men bir obrazliq so'zlab kelsam, o'zimizga, Uyg'urlarga nisbatan vatanning o'zidagi ziyolilarningki shu qiyin sharoitlarda 2dan 3dan bolalarni tarbiyalab, keyingi bir oz erkinlik bo'lgandan keyin qalam orqali Xitoyninki tushirib bergan siyosiy tezisni chiqib ketmagan asosda bo'lsa-mu, yezib yurib ma'lum narsalarni yetkazdi, eng tafakkurimizni ma'lum jihatdan yetakladi vatandagi shu sharoitga nisbatan. Shu 80-yildan 90-yilgacha bir qaral bir oz kengchilik zamondagi vaziyat, ondan keyin 90-yildan 2000-yilgacha, balkim 2015-yilgacha yana bir qaral yosh, o'rta yosh ziyolilar vatan xalqini shu sharoitning o'ziga nisbatan yetakladi. Buni tushuncha berdi. Nurg'un cheklama asosida ma'lum nashriyatda ma'lum she'rini nashr qilib qolgan bo'lsa, she'ri nashr qilinib bo'lgandan keyin yoki bosh tahrir, bosh muharrir yoki shu she'riga mas'ul bo'lgan muharrir yenik bo'lsa ishdan bo'shatilib ketdi, eg'iroq bo'lsa 5 yil 10 yillik kesilib ketgan shundoq vaziyat ostida vatandagi ziyolilar qo'lidan kelishicha o'zini pido qilib, shu o'tning ichida paxta saqlagandek bu milliy ruhni, milliy ongni çağının yetişişçe düşündürüp mangdi. Elbette vatanın içideki şaraitde, yani tuğuluplan bir kapazın içine tuğulup çoğulgandek bir şaraitin özüde bizimki peş kadem ziyalilerimiz olsun. Meyli ikinci evlat bir Türk'ün ziyaliler olsun. Buların özü kandal bulmuşsun. Ma'lum cihetten milletke maneviyat bağışladı. Bunu hem de biz elbette düşünemeyiz. Endi hozir Ümit qarindoshimizning davatqani asosli vatan sirtidagi ziyolilarga kelaylik biz endi. Vatan ichidagilardan bizning hech qanday bir kamchilik qilgan yerlar bo'lishi mumkin. Qasddan xatolik o'tkazgan yer bo'lishi mumkin. Peshqadam va o'rta yosh ikkinchi avlod ziyolilarning o'tkazgan xatoliklar bo'lishi mumkin insonchilikda. Ama o yerda siyosiy bir vatan millatning manfaatiga qarta siyosiy xatolik o'tkazdimagu deb biz onunla bir narsa deramaymiz. Vatandakilar agar bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, milliy manfaatimizga qarshi bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, ziyolilar albatta ustidagi qonliq qilishdan qo'rqib, vaqtliq shundoq bir usulni qo'llanib turib, bir payt kutayli degan bir ahvol ostida xatolik o'tkazgan bo'lishi mumkin. Uni albatta biz tushunamiz. Ama chet elda hamda chet elga kelsak, chet eldagi ziyolilar degan chog'da vatandagi ziyolilardan osmon zamin farqi bo'lishi kerak. Chet eldagi ziyolilarimizningki ustidagi majburiyati va mas'uliyati nihoyatda jiq farqlangan bo'lishi kerak. Chunki chet elning o'zida so'zlay oladi, vatanning nomini atay oladi, millatni qanday yetaklashni o'tirib qo'ya oladi, qaysi usulda vatan millat uchun qanday vaziyatda, qanday sharoitda tayyor turish kerak qatorliq buni albatta yetkazib bera oladi. Vatanning sirtidagi agar ziyoli bor bo'lsa, vatanning sirtida Uyg'ur ziyolilari bor desak, albatta ular o'zining majburiyati va mas'uliyatiga yarasha vazifasini ado qila oladi. Endi hozirgidek yo'q emas. Nihoyatda barmoq bilan sanag'idek bir qancha nafar ziyolilar
Mötüldül turup milletke ayrıcıldı bırakettim bir fikir yetkiziyotganlarmı var. Nayet az. Andan keyin ilki chet elda bir qancha yil avval vatandagi torbetlarda bir qancha yil avval o'sha ziyolilarning o'lchimi to'g'riliq bir fikr o'rtaga chiqqan. Ziyolilar qandaq adana deymiz degandan keyin eng tövini magistrlik diplomi va yuqorisi doktorlik diplomi bitgan mushu sohadagi ziyoliga kirdi degan bir qarash o'rtaga chiqqandan keyin yomon norozilik qo'zg'alib ketdi. Keyin chet eldimi shu o'lcham bo'lib qoldi. Ziyoli degan chaqda asosli doktorlarning o'zini ziyoli deb qaraydigan, uni biz shunda qabul qildik. Hemen bu ziyolimi bir kasbga oid ish bo'lsa kerak. Bularning o'zi kasbga oid bo'lgandan keyin ma'lum darajada bularningki bilim saviyasini taroziga soladigan bir o'lcham albatta diplom bo'ldi. Doktorlikni bitgan bo'lgandan keyin bularning o'zi albatta ziyolilik o'lchimi shu doktorlik desakmi bo'ladi kazadi. Bo'libmi chet eldagi yuqori saviyalik dunyoda. Chet elda endi biz yuqori saviyaning ichida yashayapmiz, eng tuvan qatlamda tushib yashayapmiz. Uyg'urlar asosli yerlik davlatlar barliq imkoniyati bilan eng tuvan fuqarolarmi bizning xili bilimli hisoblanadi o'zining davlat, millat sharoitiga nisbatan. Bu nuqtadan aytgan chog'da chet eldagi ziyolilik o'lchimini Uyg'urlarga nisbatan buni bir kasbiy jihatdan doktorlikdek yoki magistrlikni bitganchik bo'lsin bir o'lcham bo'lish kerak degan narsaga qoyil bo'ldik. Haqiqatan qoyil bo'ldik. Qoyil bo'lib, ondan keyin biz Uyg'uriston ozodlik tashkilotining chet eldagi ziyolilarniki tizimligini olaylik deb bir qancha yil japadatdik. Doktorlarniki tizimligini olamiz. 2014-yilmiki 2012-yil shu araliqda 1600 qancha nafar doktorlarniki tizimligini tepib chiqib, onunki ma'lumlarini yoki ismini to'g'ri bermadik, ammo 700 atrofida doktorlarning ismini to'g'ri chiqarib qo'ydik. Keyin nurg'unlari norozilik bildirib iltimos qildik, uni to'g'ri o'chirib Ashundoq bir harakat bo'lgan. Shu chaqda biz o'zimizning sharoitida mana shu Germaniyada Myunxenda o'ltirib, anlagan bilganlarimizni, to'g'ridan ko'rganlarimizni tizimlab 1600 dan ortiq doktor bor chet elda dedik. Endi unadan qanchiligi vatanga qaytadiganligi o'chaqlarda aniq emas. Qanchiligi vatanga qaytadi, qanchiligi vatanga qaytmaydi. Yana qanchiligi vatanga berib kelib, erkin ozod yashaydi. Bu aniq emas. Vatanga qaytadiganlar bilan vatanga berib kelib bundaq yaşaydiganlarning o'zini chet eldagi millatning o'zini yetaklamadi deb undan ranjimaymiz. Chunki ular bir vatanga qaytadi, yana birisi vatanga berib keladi. Bu o'zining shaxsiy orzusi, uningga hargizmi biz chek qo'ya olmaymiz, belgim qo'ya olmaymiz. Ammo vatanga bormaydiganlari, vatanga bormaydiganlar oz emas. Vatanning umidini o'zgan, vatanga berishdan qo'rqib qolgan, chet elda yashab ketilgan bo'ldik endi deb chet eldagi taqdirga tan berib qolganlarmi xeli ko'p. Ammo da'vo sepida endi millatni siyosiy jihatdan taklif beradigan, maslahat ko'rsatadigan bundan nuqtadan kelgan chaqda o'nga yetmaydi. Doktor deb inishkisi bala o'nga yetmaydi. Mavo 2016-yil hamda Xitoy qattiq cheklim qo'yib, nurg'unlagan doktorlarni vatanga basi muddasiz kesib so'lab ig'ir darajada hatto izni yo'q etib qolgandan keyin doktor ziyolilarimiz vatanga berishdan ansirab shuni qo'rqib vatanga bormaydigan bo'ldi. Undan keyin yana bir 10-15 ziyolilar doktorlar qo'shildi. To'rlarda ma'lum fikr taqdim qilib mengatdi. Yig'ib aytgan chog'da bir 15-20 atrofida rasmiy kinishkisi va doktorlarning o'zi hozir siyosiy sohaga otlandi. Ama bu chet eldagi 10 minglagan, 100 minglagan Uyg'urlarga nisbatan yetarli emas. O'rta Osiyodagi hamda o boshqa, O'rta Osiyoning o'zining sharoiti, o'zining Osiyodagi madaniyat, siyosiy muhit tarafini aytgan chog'da ularningki ziyolilarimiz yetib boshqa bor, O'rta Osiyodagi qarindoshlarni shu chog'ni yetishcha yetaklab mengatdi. Ammo mavo chet elda umumyuzlik xalqimizning o'ziga ma'naviyatini qandiraligidek, ma'naviyat jihati yetakligidek ong tafakkurini
taraqqiy qildig'idek siyosiy jihatdan tashkilotlarga maslahat berib yetaklaydik bundaq darajada emas. Ular o'zining muhitiga qarata o'z majburiyatini ado qilayotganlar o'tirasida. Yana ba'zanlar mas'uliyatimizni anglab qolsa Uyg'urchani pek tushunmaydigan qarindoshlarimiz borki o'tirasida sen shunchalar doktor olimimiz bo'lsa, yo'q deyapsan deb atlikka ranjib chiqmasin, qarindoshlarimiz xato tushunib qolmasin. Butun O'rta Osiyoda yetib oshqidek ziyoli doktorlar bor. O'shaning sharoitida xizmatlarni qilyotdi qo'ldan kelishicha. Ammo g'arb dunyosida, g'arb davlatlarida ziyolilar, doktorlar haqiqatan jiq. Bularning o'zi endi ya agar endi Umid qarindoshimiz obyatning bu ziyoliga bergan o'lchimida chiroq, mash'al degan mazmunda tushuncha berdi. Millatning engini tafakkurini, ideyasini yetaklab mang'alagan odam, millatning ma'naviy ehtiyojidan chiqargan odam ziyoli bo'ldi. Uniki diplomi o'lcham emas dedi. Bu albatta haqiqatan to'g'ri. Endi agar ziyoli deganga bir diplom o'lcham bo'lish kerakdi deb bizning chet eldagi doktorlarimiz, postdoktorlarimiz, professorlarimizning o'zi ranjib qolgandek bo'lsa, unda bo'lsa bu doktorlarimiz bizga chet eldagi Uyg'urlarga ma'naviy oziq berolmagan bo'lsa, chet eldagi Uyg'urlarningki engini taraqqiy qildirishga va milliy tuyg'ularini, milliy iroda, milliy hissiyotlarini yetaklab, buningga ma'lum jihatda bir oziq bag'ishlayolmagan bo'lsa, unda bo'lsa bu chog'da biz bu doktor diplomliq ziyolilarimizga andekin biz sirtdan bir qarab beqishga to'g'ri keldi. Ular yoki bir narsani bilmaydi. Millatni qanday yetaklash kerak? Millatning o'sha chet elda hamda bizning ijtimoiy jamiyatimiz yo'q. Madaniy muhitimiz yo'q, madaniyatimiz yo'q. Hammadan ayrilib, xuddi elki Xotan Qarqash daryosi bo'yida bir o'rikni ko'mirib akilib, Moskvada Volga daryosining bo'yiga ko'chirib qo'ygan o'xshashlar havosi, suyi, yer tuprog'i hech qanday mos kelmaydigan bir muhitga tashlangan bir yiltiz yo'q bir ko'chatlar biz chet elda asoslar. Endi bizni parvish qilib, rasmiy qator qo'tib, qad ko'tarib tura oladigan, meva bera oladigan bir bosqichga pallaga yetkazadigan vazifa kimga yuklangan chog'da shu bog'vanga yuklandi. O bog'vanlar bizning ma'naviyatimizga mas'ul bo'ladigan ziyolilar demakdir, doktorlar demak. Doktorlar buni qo'ldan kelmagan bo'lsa, buni qilmagan bo'lsa deydi. Hozir oldindan qilmagan bo'lsa deydi. Qilmagan bo'lsa, bu yerda ikki nuqta bilan qarashga to'g'ri keldi. Birinchi, Xitoydan texnik umidni qat'iy uzmagan. Aman bir kunsi Xitoydan o'ngshuldi 3-5 yil fazla urib, buni o'zimizdan qon evatgandan keyin yana Xitoyning achchig'i yandigan bir haq, shunda qilganti tarixdan buyon bizning mustamlik qilganning yo'g'i shundaq taktik qo'llanib kelgan. Bu qitimmi balkim shundaq bir achchiq kelib qolgan chig'i bo'lsa, achchiq yangandan keyin andakin chegaralar echilib body keltirimiz ravolishib ketsa, rahat farog'atligini xotirjam vatanga berib o'ynab kelib yashab ketamiz deb buni kutayotgan bo'lsa, albatta bular yana majburiyatni ado qilmaydi, millatga bir to'p qo'shmaydi. Yana bir nuqtani aytgan chog'da bular binasini bilmaydi. Millatga nimani beraman? Millatning ma'naviy ehtiyoji nimadan iborat? Mushu ma'naviy ehtiyojga Avstraliyadan Kanada, Moskvagachilik, andan keyin mushu O'rta Sharq, Turkiya va Yevropadan Amerikagacha, Yaponiyagacha bo'lgan mushu orliqdagi muhojir Uyg'urlarning hammasini bir yo'linishda, bir xil tafakkur qiladigan, bir ma'naviyatga to'plasha oladigan mushundaq bir iqlimni qandoq tishlab chiqishni, qandoq bir yetaklashni, qandoq ma'naviy ozuq taqdim qilishni, ishlab chiqarishni bular bilmaydi deb mushu ikki nuqtaga yig'inchoqlashga to'g'ri keladi. Bo'lmasa endi nima bor to'sqinlikqa yoki maosh talab qilindi. Ularningki mushu chet eldagi agar 2000 dona doktor bor degan chog'da 2000 dona doktorning eng baxchi bo'lib ketgan chog'da 50 donasi ishsizdi yoki yeterli qanoatlanib maoshga erishamagan bir ishlarni qilayotgandi. Undan boshqa hammasi eng yuqori maosh bilan ishlaydi.
ularning pulga ehtiyoji yo'q. Haftada bir yarim kun vaqtini millat uchun ajratib qo'yib kalla ishlatsa, mushada biz soatlab, haftalab begatonmay xalqning kallasini qo'chib, mushada gap qilganning o'rnida shularning o'zi haftada yarim kun kallasini ishlatib, oyda bir qatim fikr taqdim qilsa, tarozini besib ketadi ularning qilgani. Ammo ular endi pul talab qilandi desak, millatning beradigan pulisi yo'q. Chat eldagi, masalan, g'arbdagi doktorlar, professorlarning o'zi taklif bilan bir yerga leksiya so'zlatib chaqirsan, uning soatiga 1000 euro, 500 euro degandek soatlik shaqva ularninki eng tövini. Eng töven kasbiy jihatdagi eng tövenlarining o'zi shunday bo'ldi. Cho'nlari minutlab hisoblaydi. 1 minut mancha dollar deb turib, minutlab hisoblaydi. Eng tövenlari soatlab onaga shaqdek talab qiladi. Ammo bu saviyada Uyg'urlar hech qanday bir ziyoliga leksiya so'zlab berganga chet elda ish haqqi beramaymiz. Ziyolilarniki yozgan kitobini hatto o'qig'idakmi imkoniyat yo'q. Endi mana bu g'arb dunyosida imkoniyat bor, albatta, uni o'qiymiz. Minglab, 10 minglab qarindoshlarimiz yashayotgan Turkiyadek O'rta Sharqdagi bir vaziyatda ziyolilarniki yozib chiqargan kitoblarni o'rinliq o'qib, to'g'ridak imkoniyat asosan ham yo'q. Undan keyin o kitobni asosan o'qimaydi. Xalqimizda kitob o'qish umumlashmadi chet elda. Vatanda qandaqki, men uzun yo'q bilmayman, vatanning ahvolini 20 yil, 25, 26 yilga vatanning ahvolini bilmayman. Ama chet elda kitob o'qish umumlashmadi. Yomonligi bo'lmaydi haqda. Men yozgan kitobni nima qilsan o'qimaysa, kitob yozsa ya o'qimasa, bir narsani tarjima qilsa ya uni o'qimasa, nima qilamiz endi biz ziyoli bo'lgan chog'dan bu haqlar ishni qilmasa bu Uyg'urlar shundoq bir g'aybatxo, mo'shtaq topdan chiqqan, natibak o'rin bir haqga, mengisi ketib qolgan, jigilishib qolgan, mengisi mo'shna bir haqga buni kitob yozib baqsak o'qimasa, maqola yozib bersak o'qimasa, chavoq chamasa, nima qilib bersak bo'ladi deb yomonlab qolgan gapga menmi jiq kishilar savol qo'ydi. Abdurahimjon, siz kitob yozgansiz, qancha chiqirsiz deydi. 500 dona dedim. 500 donaga nima gap deydi. Voy 500 dona, bir qatimda 500 dona bosdi, o kitobni qog'inamda daryo to'kib qo'ymaydi. Besilib qolasiz. 500 kitobni o'qigandik deydi. Men bir kitobni 1000 dona bosdigan 10 yilning oldida. Hozirlik İstanbulda kitobxonada bor. Shundan bilan ba'zilar menga tasalli berib, "Yo, bu xalqimiz zar kitib o'qimaydi, bak o'rin bo'lib ketdi" degandan keyin men shunda javob berdim. Buni xalqimizda emas. Men shu kitobni yozgan kitoblarimni xalq suyib o'qiyoligida yoza olgan bo'lsam, albatta o kitobni 500 emas, 5000 ni bostirib, necha qatim yana qayta bostirishim mumkin-di. Ammo mening yozgan kitoblarim birinchi bo'lib chet eldagi etolog arboblarga yoqmaydi. Ularni tanqid qilmayman. Har qaysi arbobning keynida eng az bo'lgan chog'da 150-60 dan yaqin odamlar bor agishdigan. Ularga yoqmaydi. Ondan keyin ular quloqdan quloq yetkizdi. Abdurahimjon deb bir eski tarsabirsi vaka begatonmay mushu vatan millat uchun inqilob qilayotgan rahbarlarimizni tanqidlaydigan bo'yicha Xitoyda mashallah o'xshaydi. Anglasa kitobni o'zi pul berib bostirdi ekan, bekaga taqdi ekan. Bekaga berdi ekan. Xitoyda pul o'xshaydi deb qolgandan keyin ashiyam taqatgandan keyin shunda qarablam kitobxonaga kirsa Abdurahimjon deb meni ismim tug'andan ekanlar. Asta yanda tutmaydigan gapda haqlar. Demek, mening yozgan kitoblarim yoki rahbarlarga yoqmagandan keyin hech qanday bir yerda uning reklami bo'lmaydi, balkim u kitobni tutib qolganlar o shaytoniy, iflos iblis kitob deb qilish mumkin. Shuningdek, u kitobni o'qimaydi, qarab boqmaydi. Qaramagandan keyin endi qanday bo'ldi chog'da shu 500 dona kitobning o'zi eshib qilib 10 yilgacha turadigan gapini so'rlab, ba'zi chog'da hojimning o'zi qapib qolsa, Abdurahimjon ma kitobni dengizga bir tashyaptimi, jumsa zerikdigan deb qo'ydi. Qo'ydigan yo'q deb. Demak, endi nima uchun da'vatma bu gapni degan chog'da, men mushu xalqninki nimasiga yoqsin mushu kitob deb xalqni mundoq yetaklayman. Xalq mundoq yetaklanish kerak degan temani tanlamayman. Aksincha, mush xalqni tashkil jihatini yetaklayotgan mush da'vogarlar nimani xato qildi, nima qilish kerak, nimani qilmaslik kerak deb tanqid yozmayman. Men buni tanlab olgan.
Agar men xalqimizning o'zini rasmiy bir ma'naviy oziq beray degan bu temani tanlagan bo'lsam, albatta men adabiy tema tanlaydim, diniy tema tanlaydim, falsafa, tarix kasblari tanlab, nihoyat yaxshi suyib o'qigudek temalarni taqdim qildim. Hem şu millatga ma'naviy oziqni qandoq beg'ishlashni men bildim. Men shundoq o'rgangan, ustozlardan shundoq o'rgangan, o'qigan davrda shundoq o'qigan bu millatning mengisini yetaklaydigan, bu millatga sarkiga o'xshash, bu millatning podisiga o'xshash mushundoq odam bo'laman degan o'zimga qo'ygan plan bilan, orzu bilan shundoq o'qigan, shundoq yetilgan. Keyin taqdir ta'tir kelib qolib, inqilob qo'zg'alib ketib qoldi 90-yilda. Inqilobning shamoliga uchrab, turmaga tushdik. Shuni o'yladim, hamma ish barbod bo'lib, oxir chet elga ketib ketmasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Chet elga chiqqandan keyin avvalo qarab, endi hikoya yozib, bundoq bir chiroyli bir temalarni yozib, millatni yetaklay deb uni plan qilib hikoya yozishni boshladim. Adabiy temani, adabiy uchurini boshladim O'rta Osiyoda. Yillab yozdim. Keyin qarab baqsam, bu xalq suyundiki, haq suyundiki, ama bu xalqni yetaklayotgan rahbarlar vatanni ozod qilish uchun, millatni qutqarish uchun, vatanni mustaqil qilish uchun da'vo qilib bayroq ko'tarib ketayotganlarninki mengisi buzuq bo'lgandan keyin qanday men qo'p millatning mengisi bilan etishmay, mushu millatni o'tqa tashlasimi, suvga tashlasimi, do'zaxga yetaklab masimi, shu ishni qiladiganlarning mengisini o'ngshash kerak degan tushuncha kelib, asasen 2000-yıldan başlap ben siyasi temaga o'tdim. Siyasi temada 97,5% tanqid yozman ben. O tanqid kimga qaratildi deganda millatga emas, millatning rahbarlariga qaratildi. Shuning uchun meniki 20 yillik emgikimninki bugungi jarayoniga kelsak, hech kim suyunmaydigan, hech kim o'qimaydigan 500 tane kitapni qilib qo'ysam yillab turadigan başında məsulatın ilgisi olub qaldım. Amma xalq suyudigan, xalqni mənim suyudigan, rəhbərlərimin ait yaxşı ötüdigan, xalqның aşı bir sorunluq kelib qalsa, xalq ornunu töyünü boşluq durgan, şunda danlıq ziyalilərimiz, doktorlarımız əlbəttə mötədil bir yolunu tutub, xalqның mənəviyyatını yoğurtudigan bu yolunu tutsa, əlbəttə bunun hödüsünü çıxalaydı. Amma nima üçün qılmaydı o? Kitap yazsak okumaydık ya. Makale yazsak alkışlamaydık ya. Şunda vaqtını tərcüm qılıb chet elinin tillerinden acayip qimmatli Shakespeare'nin romanıdək şunda əsərlərini tərcüm qılıb açsaqmı, bir yerdən sada çıxmaydı. O qaçanlıq qalsa Abdücəlil Turan'ın kitabxanası toğan bu kitaplar. Epketki adamlar tayin yox deb millettin bundaq rəncisi endi bu yaxşı bulmaydı. Aldılar. Ma Germaniyada bir yazğıcı var, bunu misal qoyub qoy, ismini unutub qaldım, dərhal ismini kəməyə qaldı. Bunun özü kitap yazdı, bu siyasi tanqid yazdı. Bu şu Germaniyadaki əsaslı hökumət beşiğə çıxan partiyanı, hökumətin stilini, yürüzüyotgan siyasetlerini tanqid qıldığan yazğıcı. Bu yazğıcı bir kitabını yazıb çıxıb, televizora çıxıb, şu kitapdan özünü sözləydi. Özünün şəxsi kanalı var, şu kanalığa çıxıb 15 minut özünü sözləydi. Andaki onun kitabı milyon tirajlıq 5 yılda tügəb durdu. Kitabı. Hem de bizdeki ziyalilerimiz mi xalqqa yoqqidek, agar xalqning mengisini yetakligidek yaxshi kitap yazgan bo'lsa, kitabimni avomidi bu pek nadan haqga Facebook chiqib kelib, WhatsApp chiqib kelib, g'aybat qiladiki, 10 yil burun qarasam g'aybat qilyapti, 20 yil burun qarasam biz chiqib hamda universitetga kirgan chaqda g'aybat qilyapti, doktorlik bitirib boldik, post doktorlik bitirib boldik, mashina professor bo'lib ishlayapmiz. Yeni g'aybat qilyapti, bu haq tuzalmaydigan emasmi? Bunda haqqa ishni qilishlik, ondan tish xotirjam yashab, bolalarimizni undan tarbiyalasak, mushu haqda pasandi bo'lib qolmasligi uchun bolamizni yaxshi tarbiyalasak bo'lmaydigan emasmi degan tonishga kelgan bu ziyolilar. Agar shu tonishi rost bo'lsa, millatni yetaklash orzusi bo'lsa, yaxshi kitobni yozsam haq olmaydi demay, shu yozgan yaxshi kitobini haftada 15 minut ekranni ochib qo'yib o'tirib, kitobini o'zini so'zlasa, andan o kitobning o'zini xalq izlab yurib oladi. Agar shu kitobning ichida millatga yoqqidek, millatning ruhini, millatning hissiyotini g'idiqlayotgandek mazmun bo'lsa, albatta o kitobni xalqimiz o'qiydi. Demak, men ziyolilarga, chet eldagi ziyolilarga
chet eldeki talep boyunca doktorluk, en töveni magisterlik diplomini ölçem aldığımı koydum. Endi şu sahada ziyali deyilgen bolsa, endi bu işinki kılmayotgan bolsa bu işini bir Xitaydan texin ümitini üzmedi. Elbette tayak yap yerini yamallap ketken xotun erimning açık yangan çağda uyga qaytaman dep saklap turuyotganga o'xshash. Qaysi kuni doktor Memtimin Ala efendi 15 minutluk bir filmde naiti ixcham shundoq tushuntirib berdi. 8 minutini psixologiyalik jamiyatshunaslik tartibida muqaddim so'zlab, oxirin qolgan 7-8 minutlik vaqtini chet eldagi bizniki yoki umumiy mash Uyg'urlarniki Xitoy bilan yarışib qilish, Xitoyni yaxshi ko'rib qilish, Xitoyga oshiq qilish tariqasida shunday yaxshi ifodalab berdi. Endi demak, bular Açık yaman bu tersa, bu kala karakteş enin açığını yenip gelip dervasını açıp birisi kütüvatı da karşıdak buludu. Yine birisi bula milletki takdim kıyıdak kalıda özde bir enerjiye yok dep düşünüşki doğru buldu. Üçüncüsü bu ise oturucusu buldu. Ben badep oturucusu buldu üçüncüsü bu ise. Rahmet Azir. Endi qarindoshlar bilan bir akamiz bilan tanishib chiqamiz. Bir isli akamiz bor Norvegiyada, Erkin Abdurahmon. Bugun bu akamiz kamera seti olmabdiki, hozir shu ovozliq chiqib turay dedi, ma'qul dedik. Bu akamizning gapini anglaymiz oldida o'zining qisqacha bir tanishtirib o'tib, anadan keyin bu vaqtda ozroq fikr qo'shsa bizga. Assalomu alaykum munberdagi qarindoshlarım. Aleykümselam. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylarida yashab turgan Uyg'ur qarindoshlarım. Hammanglarning Ramazon bayraminglar muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Bugun bu ekranga chiqolmaslikdagi sabab Erkin Ro'zi qarindishim yo'q vaqtida chiqamanmiki desam, Erkin Ro'zi patgan bilan men patmay qoldim bu ishga o'tirsiga. Yana bir tarafi mushu chet elda diasporada yashayotgan oddiy bir fuqaro video kamera olgan haqiqatan chiqshamay qolgandek yetib qoldik. Endi bu yuqorida qarindoshlarim ziyoli degan hukmga nisbatan bekmi yaxshi, bekmi tafsiliy tushunchalarni berdi. Men bu ikki qarindishimning bergan tushunchalardan ro'yimga kelgan bir inkosni sezib qoldim. Ya men 1962 yil vatanda tug'ilibdim. 1979 yil 9 oyning 17-kuni vatandagi meditsina universitetiga birinchi qadamimni ilib o'quvchi bo'lib kiribdim. 6 yillik meditsina ta'limlarini ilish hayotimni o'tkazib bo'lib 1985 yili 9 oyning 2-kuni shu vatandagi meditsina universitetining o'ziga patologiya, ya'ni kasallik nazariyasini tadqiq qiladigan bo'limga qonun doktorlik guruhiga taqsim qilingan. Shu yerda kasbim patologiya, qarmoq kasbim qonun doktorlik, yana bir kasbim o'qituvchilik. Shuning bilan bugunga qadar 21 yilga oz qoldi bu meditsinaning darvozasiga kirgandim ma tarafiga. Dastlabki bir necha yillarni hisob qilmaganda 1991-92 yillarga kelgan vaqtning o'zida vatanda bir necha qatim oldimizga tuyuqsiz yurak kasali bilan tugidi degan sabablarni ko'rsatgan bano bilan yosh bolalar kelib qoladi. Yosh bolalarni keladi. Bu qarindosh o'zimizningki Uyg'ur millatidan bu yosh bolalar. Bununla şu vaqtdagi bizningki bilim hem o'zimizning tajriba tarafdagi asosimiz yetarli bo'lmaganligi uchun bu bir tarafda, yana biriga shu har qanday narsaga bekitishni qo'lga ilib olgan Xitoylar bor. Shularning fikriga yana tegishib mangadigan bo'ldik. Shu 91-92 yillardan keyin mening kallamga kelgan bir narsa, to'xtab men şu yurak qon tomir kasalliklarining zodi jipidan jig'inisigacha bir izlanib boqay degan maqsadda
Oş kesipninki tarmak türü kılıplan başladım. Asas cihetten keyinki 25 yıl jaryanida hem de 10 ming desem Ümit Qerindişim bişim utuqum bilan birine qo'ydi ya bizning jutibmi sen ey nimada yo'qolsa 7 ming dona 8 ming dona yürekni öz qo'lim bilan ötküzüp çıktım. Bunun içinde en kichigi tug'ilib 2 kunlik bo'lgan bolalar. En cho'ngi 100 yosh atrofiga kirgan yashanganlar. Hem de ben bunun 7-8 mingning hammini özüm elip ko'rdingmi desanlar bu mümkinchiligi sal ön bo'ladi. Boshqalarninki arxiv qilib yig'ib qo'ygan 5 ming dona yurakini yillar jarayonida birdan ichib ko'rib birdan shuni arxivlarini onunki diagnozlarini ko'rib chiqish jarayonida nurg'un tecrübelerge ega oldum. Hem şu jarayonda özümden tepken ta'lirim bilan de bir eski dana dopuk yegandagim bolduq. Taqdirninki birlashtirish ular o dopulaqatlarlik turadi. Onu o to'g'riliq so'zlamayman. Hem de vatanda bayam Ümit Qerindishim aytgandek, vatanda ziyoli degan hukmga insonlarimizning, bo'libmi bizning Uyg'ur qarindoshlarimizning bergan teorisida hem de bunda bekitilmesi o'xshamaydi. Hem bu yerda men merhum ulug' shoirimiz Abdurahim O'tkirninki bir ko'pta she'rini ko'pchilikning diqqatiga sunsam, men naytimi suyunib o'qiyman har qatimda. Ajoyib narsakan bu yurak degan, u har tanda har xil his qilar ekan. İçmese o eğer vicdan şarabı ilgıda iliqliq sesiq go'shgan degan sirani ko'pleti ezib qoldirib qo'yibdi. Ben bayam dedim 7 mingdan 8 minggacha yurakni ko'rdim, qo'limda o'zim bir qur izlanib chiqdim. O'sha to'g'riliq cho'nqur ma'lumotlarga, cho'nqur nimalarga bo'ldim dedim. Ama onun ko'pinchisini yaşanğanlar yakın orta yaşlıklar yaşlar desek bir kısmı 1300'den 1400 etrafındaki küçük balalar ularni hesap qilmaganda morfologiyalik qurilmasi jihatdan hem ya onunda o'zgargan patologiyalik qurilmasi jihatdan men o vicdan degan nuqtasini men mikroskopning ostida ko'rmadim. Ama ulug' shoirimizningki qoldirib qo'ygan bir ko'plik she'ri insondagi vicdan, g'urur u bir narsada sirtqi qiyofatida yoki uning beshiga kiyib olgan tojisida yoki uning yasanib olgan kiyim qurilmasida yoki uning xizmat ishlayotgan o'rinda emas ekan. Yoki uningda kishilarga voy men mushundoq vijdonliq deb ifodaligindimi emas ekan. Bu g'urur, vijdon deganni ulug' shoirimiz ana shundoq o'zininki cho'nqur bilimi bilan xalqning ichiga cho'nqur cho'kib millatni xuddi anatomiya qilib hujayralarni yishib bergandek darajada bilimsi bo'lgan vaqtning o'zida shu xulosaga kelgan ekan. Endi men universitetda ishlayotgan vaqtlarimdan tortib bu har qaysi viloyatlardan kelgan o'quvchilarimiz bo'ladigan, kechirsizlar. Bu o'quvchilarimga dars so'zlash jarayonida misol bilan so'zlaydim-da. Shunga men yana bir misolni qistirib qo'ygim keldi. Ziyolilar degan temaninki arasıga men bugun Erkin Ro'z Qerindishim yo'q, men qisilib oldim dedim. 2012-yili Turkiyaga berib qoldim. 20 kunlik Turkiyada qoldim. 10 gün Alanya'ya, Avsalar'da demleşti olduk. 10 günde ben Türkiye, İstanbul'da yana bir qerindishim bilan, belki ekran altında bardı, qerindishim anlap turganda, İstanbul'na aylandım. İstanbul'da Manga bergan ta'siri bunun tarixiy muzeylarga kirdik, u yerda ko'rdik. Ham bir qarindishim, savodishim meni ko'p yerlarni ziyorat qildirdi. Bir kuni boshqa
ikki qarindishimiz bilan jami biz to'rtaylan bir restoranga kirib tamoq o'tirib qoldik. Bu tamoq o'tgan restoran nihoyatda go'zal, nihoyatda esil bezalgan restoranga. Tamoq yeb o'tib, ustalga eshik tarafga qarab o'tiribdiman-ku. 4 yosh, 5 yosh atrofidagi uşaq bolalardan bizning o'zimizniki Uyg'ur bolalaridan 5-6 o'sha bir-birini qo'g'lashib o'ynab yurdi. Ota-onalari, onalari, otalari shu restoran ichida bir tamoq yeb o'tibdi. Kichik bolalardan bir ikkisi chiqib ketib, qo'llariga bayroqlarni tutib kirdi. Kichik bayroqlar, bayroqchilar hamda. Bu bayroqchilarning ichida Qozog'istonning bayrog'i bor ekan, Qirg'izistonning bor ekan, Türkiye'ninkine kirdi. Arasında birisi qarab o'ltasa, bizning Sharq Turkistonning ko'k bayrog'imizni ko'tarib kiribdi. Restoranning ichidagi men bilmadim, kutkuchimi yo xo'jayinimi. Ağam petim berib, hiliq bayroqni darhol ilib qo'lidim. G'ush turiblam qildi. Menga yuragimga bir qanjar sanjilgandek tuyuldi. Chandurmadim, qo'shiq tushib yapqanmadim. O'rnimizdan qopib chiqib ketdi tamoq yegandan keyin. Men bir necha qatim tekrar mening bilan birga bo'lgan qarindosh enimga dedim. Mushundaq bir ishni ko'rdim. Ya Allah. Mundaqmı ishlarni ko'rdim. Vatanda biz Türk deydigan ismni, biz Türkistonliklar deydigan ismni chiqargan odamning kallasi yo'q. Hatta men 62-yili tug'ilgan bo'lsam, ta o'zimning yeshim mushu 21 yoshlarga qadar aqlimizga bu vatan, millatninki jonijon manfaatiga munosabatli bo'lgan ideologiya jihatdagi tarbiya bizda kamchilik bo'lgan ekan. Bir kuni 10-oyning 1-kuni mushu oynaydigan saboqdoshlarimdan, bir sinf tuvan saboqdoshlarimdan Urumchi shahrining ichida, shaharning markazida, janubiy qovuqdan sal yuqori yerda o'tirdigan. Ondan keyin Obuz Maqsum Hojim deydigan hammamizga tonish hayotining ko'p qismini İblis Xitoyning turmushda o'tkazib, oxirgi hayotini opirib, "Ey, seni men butun hayotimda to'solmagan bo'lsam, hayotimning eng oxirgicha sana qarshilik bildirman-ku" deb o'zining bo'ynini tutdi. Uni har xil gumonlar bilan nim qildi, ammo men u kishining qahramonligiga shunchalik so'yinaman. Hamda shu kishining atrofidagi shu kishining atrofida bor mening saboqdosh qarindoshlarim menga bir kuni shu 10-oyning bir kuni men talvilarcha "Voy bayraming muborak bo'lsin" deb saptiman birsiga. Desam, shu gejgemga mushta qo'lini vaq qilib birini urib qo'yib, "Nadan, sana bayramma bugun bizga bir odatga damidish. Yana bir o'ylab etib gap qil juma" dedi-da. Men shu zaman kallamga iliqi patimimga tekkan iliqi og'inam bo'lmasa. Qo'lini qarab munda qardim, ana degan gapiga shu sekunddan keyin inkos qildim. Ha dedim-da. Ammo hammamizga ma'lumki, vatanda cho'nqurlab bu temada so'zlash imkoniyat yo'q. Chunki hech qanday odamga ishonch qilib bo'lmaydi. Bo'libmi men o'qigan jarayonimda mening sinfimga saboqdoshlarimdan 3-atrat agash kuchilar Xitoychilik desanchidu deb qo'ydi-ku. 3-atrat yetishkichilar qilib Uyg'urlardan qavatganlar bordi. Shulardan ansiraytdik. Endi bu demakchi bo'lgan so'zimningki yana bir qismi ziyoli degan nimaga temaga kelganda, men bu Norvegiyaga kelib 2012-yilning kuz kunlari qarindishim bilan go'sht ilishga chegara otlab kirib go'sht oladi ekanmiz bu yerga. Shu yerga bordik. Bo'lsak bir dehqon odam o'z oldiga kichkina bir nimalari bor ekan, mol chorvalari. Qo'yidim bir ishkini so'yib bermoqchi bo'ldi. Men o'zimni bir qancha til bilaman, 4-5 til so'zlayman. Men bir o'qigan ziyoligo deb ishlarni kengroq kiyib bundaroq mansam bo'ladi-ku deydigan аңды жүрген odamda xatolashgan odam desa bo'ladi. Boya Abdurimjon qarindishim bilan Umid qarindishim mening yuragimga doğru bergandek so'zlar bilan ifodalab berdi.
Endi şu qassobning qishig'i berib, eliqi ikki qo'yini so'yg'izg'ichi bo'lgan arliqda mening inim meningda bana dedi-ku, "Ey, munun gap sen biladigan tillar gap so'rab baqa" dedi. Ben bir qancha tilni so'rasam, u 7 xil tilda biladi ekan. 7 xil tilni bir dehqon qassob qarindoshlarim. Dehqon qassob. Bizning vatanda ayni zamanda Xitoy tilidan ortiqroq kichikgina to'liq bilganlari, "Ey, men Xitoy tili onda bildim, manda bildim, biz degan mandaq" deb mag'rurlanib beylisi bo'lgan. Meyada demoqchi bo'lganim, faqat bir nechta tilni bilganga, faqat bir qancha kitobga yoki bo'lmasa nim qilganga, buni vatan millatninki jonijon manfaatiga xizmat qila oladigan ziyoli deb qaragan bo'lsam, hem şu qatorda o'zimmi bo'lamanmiki deb shu qatorga qisilishga uringan bo'lsam, telpik xatolashganligimni bo'ynimga oldim. Ko'nglingiz kamsiz aka. Qarindoshlarimning oldida afu so'rayman, vatanim, millatimga vakolatlik qiladigan xalqimning oldida men o'zimni xijolat hisoblayman. Bu men uchun bir xijil bo'lishga, nomus qilishga tegishli ish deb qarayman. O'zimni shu qatorda hisoblagan bo'lsam. Endi Türkiye'deki o işini ko'rgandan keyin bayroq to'g'risidagi gapni qilib berdim. Men so'rishdi qilsam, bu restoranni xo'jayin bo'lganlarmi oliy maktab bilimidagi insonlar. Endi men bo'limdagi mushu kasb ishlayotgan bo'limga, men hozir doktorxonada ishlayman. 8 doktorning birisi yerlik, 7'miz chet ellik endi. Men alaga yordamchi bo'lib ishladim. O 7 doktorning ichida 4'ning doktorat unvonlari bor. Birisi Islandiyalik, birisining meditsinada naytik az uchraydigan qo'sh doktorat unvoni bor. Qo'sh doktorat. 62 yoshga kirdi, 65 yoshga kirdi, 62 yoshida 3 yilning oldida ikkinchi doktoratlik unvonini oldi. Bu odam naytimi bilimlik, naytimi chunqur tajribali, çok bilimlik adam. Dünyanın köp yerlerinde işleptiki, Amerika'da, Angliyada, Avrupa'nın birkaç devletlerde, Şvitsiyada, her qaysi yerlerden algan unvonlari varken, diplomları varken, bir kuni bu adam bana recommendation deb qo'yamiz, tanıştırış xati yozib berishga ihtiyojim bo'lib qolgan, o'sha odam desam, "Kel uyimga" dedi. Borsam, uydagi tomda 26 parcha diplom turdi. O'zininki unvoni 2 doktoratli. Ama shunda kichik bil, menga o'xshash dunyoning o chetidan kelib qolgan bir musofir bo'lib kelib qolgan bir insonga bir nimani yezib berishga ataydi. "Kel uyimga" dedi, uyiga olib borib shu yerda yezib berdi. Endi shu kichik pilliqiga men so'yinib qoldim desam bo'ladi. Bu kishi o'zining 2 doktorlik unvoni va shunchalik bilimi va odam, mushu 2018-yildagi futbol musobaqasi bo'lgan chog'da, 16-yil, 18-yilda butun dunyoning chempionlari, kuchli komandalarning orasiga Islandiya komandasi kirib qoldi. Bu 2 doktorat unvoni va odam o'zi Islandiyalik. Mushu futbol musobaqasi bo'lish jarayonida ustilining ustiga, xizmat ustilining ustiga Islandiyaning bayrog'ini tiklab qo'yib, har kuni shuningga qarab o'tadi. Bu tema so'zlashayotgan temaning ko'pincha shu futbolninki bo'lib qolganligi uchun bu odam o'zininki davlatidan 360 mingmi, 365 ming aholisi bor bir davlatgan u. Dunyoning o qirdiki. Aşınçilik bir kichkina davlatdan kelgan qo'sh doktorat unvoni bor odamninki o'z vataniga, o'z millatiga bo'lgan sevgisi, o'zining bayrog'iga bo'lgan hurmatiga qarab men shunchalik so'yinib ketdim. İnsanning Xud Abdurahim O'tkir efendimninki, ulug' shoirimizning degandek, o vicdan, g'urur, o bir yurakdagi narsa emas ekan. O o'zining ruhdagi narsa ekan. Ruhdagi narsa. To'g'ri. Endi demoqchi bo'lgan gapimninki oxirisida tunugi 3 qarindishimizningki yaqinqi davrlarda, yaqinqi kunlarda bo'layotgan temalarga o'zining bergan inkaslarini angladim. 3 qarindishimiz 3 yilisi ziyoli.
xalq ichida nihoyatda yuqori darajada unvonga yoki bo'lmasa yuqori darajada hurmatga sazovor bo'lgan ziyoli qarindoshlarimiz. Buning ichidagi birisi Mamtimin a'lo qarindishimiz. Bayan men aytib o'tgandek, Abdurim O'tkir afandim tasvirlagan yurakdagi vijdon sharobini ichgan samimiy, aqlliq, shundoq bir o't yurak bir qarindishimiz ekanki, men u qarindishimizning ismini mushu to'rda ko'rgan, o'zininki bayonlarini to'rda ko'rgan, ammo bir yerda o'tirib bir piyola choy ichib baqqan yoki bo'lmasa bir jut so'rashib baqqan odam emas. Mening u kishiga bo'lgan hurmatim tog'dek oshdi. Yana bir qarindishimizniki uzun zamondan beri hurmatim shunchalik cho'nqur. Onundan boshqa yana bir doktor o'zi, onu kishini men tanıyman, men o'zini tanimayman, ammo sirtidan mush yozayotgan bayonlardan tanıyman. Men tövende deydigan savolimni men shu kishiga deyman. Agar bir millatni, bir ojiz bir millatni, mushunchalik qolgan bir millatni bir individual shaxsga misol qilsam, bu individual shaxs Amerikada yashayotgan yoki bo'lmasa Yevropada yashayotgan yoki men yashayotgan, biz yashayotgan Norvegiyada yashayotgan bo'lsa, o'zining kisilininki oxirgi bosqichga yetgan yoki qon tomirining yerilib ketadigan yo tojisimon arteriyaning bo'tqisimon ketishidan kelib chiqqan yurak tiqilmasi buguni yo ati bo'lish ehtimolligi bo'lgan. Hatto shuning tromboz qaplish dal kelib qolgan vaqtning o'zida o'zining holini qandoq tunishtirishga nihoyatda o'tkir aql kerak. Buningga shu kasbning ahli bo'lgan, nihoyatda usta bo'lgan mutaxassis doktorning oldiga kirib, men mundaq bo'layotaman deyishning o'rniga, agar shu bemor men tunugin shunday sovuqlarni ichib edim, mening topinim qichishyotidi yoki bo'lmasa mening yegan ishimdan saman chiqib qoldi, bu shu to'g'riliq qarsam chechim tushyotidi degan tog'din, bog'din o'zining jonijon manfaatiga bog'lanmaydigan temalarni yig'ib kirib, hol ahvolini so'zlasa, doktor nima deydi? Sening texi o'zingning nima ishkanligingni, nima darding bo'lganligingni tanib yetmagan bir bemor ekansan, sening psixikangda bu masala bor o'xshaydi, sen suv ichib bergin, sen mani qilib bergin deydi. Bu kasal takror o'zining maqsad muddaini uqtiramay, oxirgi bo'lganda chronic disease, ya'ni so'ralma disease bo'ladi-da. Oxir kelganda multi organ failure deb qo'yamiz. Ko'p organlar zaiflashadi, bu o'ladi. Agar men bayon degan tojisimon arteriyasi katlashib qolgandek darajadagi ahvolni deb shu vaqtda mening jinim bugun bilan atining orasida qoldi desa, bu doktor o'zining doktorlik mas'uliyati, doktorlik axloqi bilan buning holini boshdan oxir so'raydi yoki bo'lmasa darhol doktorxonaning jiddiy qutulishida butun asboblarni silib, buning natijasini chiqarib mutaxassis doktorning o'ziga operatsiyaga berdi. Operatsiyaga berilgandan keyin operatsiya qiladigan doktorning o'zi nihoyat ishonchi bilan men operatsiyani qilaman, sana qon selish kerak bo'ladi, ehtiyojimiz bor deganda, oldi bilan o'zining qarindoshidan, eng yaqin qarindoshlaridan qon elib, qon selishni tavsiya qiladi. Ben bu yerdagi demoqchi bo'lgan misolim nima demoqchi desak, agar bizning Uyg'ur millati hozirga qadar quruq so'skini imib u darvozaga, bu darvozaga, u yerga, bu yerga berib, qamlashmaga g'ingshigan hozir jinimizning taq o'ziga keldi. Ya hayot, ya mamat yo'liga keldi. Mushu vaqtning o'zida kimga qandoq yerga berib, nimani deydiganligimiz aniq bo'lsa, bizga diagnozni vaqtida qo'yadigan mutaxassis, vrach, surgeon Amerikada qarasak, mushu Amerikaninki surgeonligi bilan bizga operatsiya ishlanib qolsa, kirish ehtimolligi eng yuqori bo'lgan. Mushu vaqtning o'zida bizga qon selishga to'g'ri kelib qolganda, Turkiya yoki bo'lmasa qonni jiqroq berolmayman, 100 gram berib turay deydiganda, Qozog'iston, O'zbekiston va boshqa qarindosh millatlarga tavsiya qildi. Sening qon tiping o'xshash, ma'noga sen qon bersang bo'ladi dedi. Bu mening misolim. Mening bayon demoqchi bo'lgan misolimni yig'ib aytgan bir postkalsiga aytasam, Amerikadagi qarindishim yaqinda bo'lgan
bir qarindishimizning, yaşanıp qalgan bir qarindishimizning bilib bilmay o'tkazgan xatolig'iga nihoyat siniqlik bilan bu xatolikni undaq qilsaqmi bo'ladi emasmi, mundaq qilsaqmi bo'ladi emasmi degan tushunchalarni beryapti. Sen xatolashding qarindishim, sen doktor qarindishim. Millat o'lishning olatiga kelib qoldi. Men shuni dey, jiddiy xarakterlik, tojisimon arteriyasi to'silish bilan kelib chiqqan keng doiradagi yurak tiqilmasi, myocardial infarction bo'lib, acute heart failure, ya'ni jiddiy holda yurak pompasi kuchayamayotgan vaqtda sen adrenalin beramsan yoki bo'lmasa beta blokker berib yurakni astilatishga xatolashsanki, bu yerda adrenalin berishing mumkin shart bu. Muqim bu tam urilgan, bu qiqilgan narsa. Beta blokkerni buningdek keyingi kunlarda hal bo'lib bo'lgandek kunlarda bersa. Kardeşim, sana verilgen benim cevabım. Sen doktor. Sen manasını koy. Hatalık bu ay bu günde intolerable. Hergiz mi bizden siyasi liderlerimiz, siyasi septe aldığın septe sıvatkan cengçilerimiz milletin akıbetini bugün bilen ete hayat mamatla otursa kalkan milletke bugünçi men mandak dep tursam eti mandak kısak boludu degende hata ideyeti bu musun ki millet halkılık tağının uçak yap kaldı. Bu mukarrer hemimizge ayan. Ben deyişimden acı yok. Çünkü bir qarindishimizning ilmiylikten, felsefelikten, yakınması edebiyatlıktan yuqur seviyeye yetken bir qarindishimizning ki muş ay muş günde bu Ramazanda bundaq gepler bo'lmasa, Ramazanda poq yesang bo'ladi degan kitobdan qaysi betida bor ekan, qaysi kitobda bor ekan, jamoatga bir o'zingiz chiqib deb bering qarindishim. Siz ilmiyligi, falsafaligi, adabiyligi nihoyat yuqori bo'lgan narsalar bilan xalqqa o'zingizning bilimingizni sunyapsiz. Shu sungan bilimingizdan siz shon sharaf qozondingiz. Bu qozongan shon sharafingizning %50%ni tushunib agash kuchlar sizga men deb qo'ydi. %50%ni tushunmaydi, ham sizning deganlaringizni anglab baxmagan yenidikilarning tavsiyasi bilan mushundoq bir shoirimiz, mushundoq bir olimimiz bor degan bilan ham sizning qozonayotgan shon shuhratingiz. Men shaxsan o'zingizga nisbatan ta bugunga qadar, tunigunga qadar, bugun desam xatolashman, shunchalik hurmatim bor. Ammo sizning aytgan bir ig'iz so'zingizdan xuddi mening beshimga so'q so'qigandek ko'nglimga shunchalik bir narsa keldiki, men bir oddiy fuqaro, aytasizlar. Tamam, Erkinka, ma o gap nimashada to'xtab tursak, chunki ma bir savol bilanlar bek uzrab ketdi. Bunda qarindoshlarim bir video bor, buni ko'rib chiqamiz. Andan keyin bu 5 minutlik video, andan keyin gapimizni davom qilamiz. Siyosiy nuqtadan qanday tushunmaydi degan vaqtda Xitoyninki 49-yildagi mustamlikasidan buyon uning olgan roli boshdan oxir zo'ravonlik kuchi qilish orqali Uyg'urlarni masalan fizik jihat urush, ro'y jihat qiynash, ularninki g'ururni dafsanda qilish, hatto ularni o'ldirishdek mana mushkil bir qator vahshiy qabul qilinmaydigan insoniyatdan chiqqan vositalarni qo'llanib keldi. Ammo shuning bilan bir vaqtda bizning shunda ko'nglimiz qolgan vaqtida yoki Xitoydan dushman deb endi bilaylik degan vaqtda Xitoy shaqqada o'zininki nurg'unlagan yumshoq siyosatlarni, yumshoq gaplarni qilish orqali masalan hamma millat vaqtda baravar millatlar ittifoqligini yashasin, millatlar ittifoqligining namunalarini o'tirg'i chiqarish orqali Uyg'urlar qarasa u bu narsani berish orqali Uyg'urlarningki ko'nglini tutib keldi. 49dan keyin Uyg'urlarningki oz sondagi boylari yiqitildi, ammo ko'p sondagi masalan hayoti bo'yi ig'ir qiyinchilik uchragan bizningki Uyg'ur qarindoshlarimizga Xitoyninki ma'lum intayin taktikalik uzoq muddat strategiyaga asoslangan bir hiliqi ko'ngilni tutish strategiyalari yurgizildi. Masalan, ularga uy berildi, maktabda o'qitildi, maktabdan chiqib oliy maktabga chiqqan vaqtida ular 80-yillarda, 90-yillarning bir qismida xizmatga o'rinlashtiriladigan bo'ldi. Masalan, dadasi bir idoradan ishlab chiqsa, bolasini o'rinlashtiradigan bo'ldi. Qatorliqlar. Mush ishlarning hammasi bizda Xitoyni dushman deb ko'radigan emas, balki Xitoyni bizningki boshpanoyimiz deb qaraydigan bir xil obrazni shakllantirdi kallamizda.
Endi biz Xitoyni dushman deb qaramagandan keyin xuddi biz bu orqali Xitoy bilan intayin binormal siyosiy jihatdagi binormal bir xil nikoh munosabatiga kirgandek bir xil siyosiy munosabatga kirdik. U bizni oqaqidan urib turaversinmi, oxirsida biz xuddi biz olgan misaldagi o'xshash bu xo'rliqlarni ko'tarib uni qarshi turish emas, qarshiligimiz borgan sari ojizlab, uni ko'nak qilish, hattoki bu zo'ravonlikni olib berayotgan Xitoyni seg'inish, uni texidim urishini, texidim xo'rlashini, bizni texidim o'ltirishini kutadigan bu xil xarakterdagi benormal psixika bir qism odamlarimizning kallasida yerlashdi. Shuning bilan biz hattoki chet elga chiqsaqmi, bu nimaga o'xshaydi desa, tayoq yegan ayolning uyidan qochib chiqib, boshqa yerda panohlik tilab, shu erdan qutulishni izlashiga o'xshaydi. Ammo chet elga chiqibmi, yana shu bizningki Xitoyni aloqa bo'lgan ishqimizni, shu muhabbatimizni, ashunga talmirishimizni, ichirqishimizni basammidik ba'zilarimiz. Shunlar vatanga turli shakllarda bordik. Ota-onamizni yo'qlaydigan shaklda bordik, urug' tuqqanlarni yo'qlaydigan shaklda bordik. Shu bir mehrni izladik biz. Buningki endi bizdagi alayidliklar nima degan vaqtida biz Xitoydan menga ayrlanmaydigan bir yerga kelganligimizni bir qismlarimiz o'tirib chiqardik. Endi hozir texnikamiz o'tirib chiqishga boshlayapmiz. Nimishqa ash muhabbatni sevdi. Ya'ni o'zininki texidimmi xo'rlanishni barliqqa keltirish. Shu orqali sen nima qilsang mayliki, men seninki qulim. yoki men sening qo'lingdagi nima qilsang bo'ladigan, men sening xotining yoki siyosiy jihatdagi nima qilsang bo'ladigan bir poyishang deydigan bu yerga bir xil masokistlik bir psixikani yetilib chiqdi. Demak, bizningki bu ishlardan ko'rganimiz dal noqulolda bir Xitoyga tayinib qilish yoki bir mezgillik Xitoylar bo'lgan bil yashab qolish sababidan bizni chiqamiz emas, balki bir qismlarini qilmizki intayin uzoqqa so'zilgan bir o'zra tayin hissiyot jihat bo'lib, eng cho'nqur bizningki mavjudligimizningki eng cho'nqur siyosiy mavjud eng cho'nqur hissiyotimizningki ular bilan hech qanday ayrılanmaydiganlar. Ularga beqinib, mayli ular nima qilishdan qat'iy nazar, bizni nima deb qarashi, bizga nima deyishi va bizga qanday qo'rqinchdan silishdan qat'iy nazar, bizningki ashu Xitoyga bo'lgan oshiqligimizningki tugamagan. Hamda avtonomiyaning o'tirg'i chiqishimi dal mana Xitoy oshiqligininki bir xil siyosiy jihatdagi Xitoy oshiqligininki psixik jihatdagi bir xil ifodalashdir. Ya'ni gap nima? Biz mustaqillikni xohlamaymiz. Ya'ni biz sendan uy arib yoki ajrashishni xohlamaymiz dedi. Chunki mustaqillik bu xo'rlash xarakterlik munosabatninki uzil kesil oxirlashishi. Bizningki o'zimizningki siyosiy jihatdagi mustaqillik turib tursin, hissiyot jihatdagi mustaqillikka erishishimizningki oldingi qadam bo'ladi dasli. Ammo ba'zilarimiz buni rad qilish boshladi. Nimishqa? Chunki Xitoy oshiqligi bor edi. Bizningki xo'rlanish asabiyligimiz quturayotdi hozir. Biz Xitoyning qo'yni qaytib ketib, ashu biz seg'indigan ashu Xitoyning quchig'iga qayta o'tirishni izlayapmiz. Bu orqali ichimizda quturib ketgan ash xo'rlanish asabiyligini bosmoqchimiz. Buning psixologik sharisi mana shu. Buningda boshqa sharini men bilmayman. Shunga bizni avtonomiyaga, Xitoyga qarshi turmaslikqa, Xitoyga o'chmanlik qilsak bizni irqchi deyishga undayotganlarning hammasining tegida ro'yining ongsizligida jo'ra vaqtda bir Xitoy oshiqligi bor. Bizni siyosiy jihatdagi jinsiy qullarga aylantirib berishga va'da qilgan kallasda bir Xitoy oshiqligi bor edi. Buningga qarshi. Buning uchun mustaqillik bizningki asrlik ar-nomusimiz qo'lga keltirishdiki, o'zimiz bir inson bo'la sütimiz bilan, bir g'ururlik bir inson bo'la sütimiz bilan o'zimizning insonligini qoidadan namoyon qilishimizdagi eng muhim bir qadam. Chunki ajrashishda biz uzil kesillik bilan Xitoyningki har qanday narsani akiltishlarini, popozillarni, yana boshqa har qanday va'dasini rad qilamiz. Chunki ana shu akiltish, popoz qilish hammasi
Fakat bizni ilgirlep texme çoğunkur kul kılışının bir vasiyeti fakatla. Bunun için özümüzde üzülkisiz, şartsız azat kılışımız gerek. Şunun için biz siyasi cihette müstakillikka muhtaç. Rahmet. Hemen onlar. Siyasi noktadan qanday düşünmeye diye vaqtda Xitoyninki 49 Doktor, felsefe fanlar doktoru hem psikologiya namdan bildiğin doktorumuz Namtimin Allah. O dedi ki bizde bir Xitoy aşıklığı var. Muşu Xitoy aşıklığından qutulmay turup biz tel töküz qutulamaymiz bu hazır tiliga elayotgan masalan muşu zulmlardan ve başkalardan ve bununki birden bir yolu müstakillik dedi. Yani bayağı qarindoshlarimiz bu ziyolilar to'g'risida nihoyatda mükemmel atrofli tushuncha berdi. Hamda nemishqa ziyolilarning ishini tilga olib qoldik degan deganda shu diasporadagi shu da'vo ishlarida xalqimiz oldi bilan liderdan umid kutadi. Hozir qanday bir liderimiz yo'q holatda ziyolidan umid kutadi. Bu lider bo'lgan odammi yana ziyolilarni atrofiga yig'ish orqali siyosat tuzadi, taktika tuzadi, siyosat olib boradi, da'vo qiladi. Demakki ziyolining roli nihoyatda muhim bu yerda. Masalan, Vankatov janida shu nimalarda deydi, birdan bir po'atadigan yer nima desa, shu diasporadagi ziyolilarning 80%i biz bilan birga deb faxrlanadi. Bunda desa uzun tura qopab yo'q 5%ni qo'shib o'tayotgan 85% deb chaqchaqqa yerlarni angladik, ko'rdik. Demakki ziyolining roli ajoyib cho'ng. Chunki bular millatning javhiri deymiz. Millatning mingisi, cho'ng mingisi deymiz. Baya Abdurimjon do'stimiz misal hayajonlanib qoldi, chunki hozir aramizda afsus Abdurim O'tkurdek ziyolilarimiz bo'lgan bo'lsa diasporada. Bizniki da'voning yo'linishi shu atimiz ko'rsatib bergan izda mangan bo'ladi. Ammo nihoyat afsus biz bu atalmış ziyolilar orasida nihoyat g'ayriyliklarni ko'ryapmiz qarindoshlar. Bu ziyoli agar boya qarindoshlarimiz degandek doktorlik qalpiqi yoki bakalavrlik undan yuqori qalpiq olgan bo'lsa, ziyoli hisoblangan yeri bo'lsa, bu aql fanlarida o'qiganlarimiz ziyoli sanaladi. Hozir masalan misolga deylik, bir osmon jismlariga qarab uzundan kuzatib tadqiq qiladigan bir ziyoli bor. Xalqimiz orasida hurmati cho'ng. Bu adamning deb shugan gaplari masalan bizni ko'p qatim cho'chitgan masalan. Oddiysi shu da'vo qilganda chetlarniki bayroqni 90% ko'tarayli deganda xayriy gaplar xalqimiz orasida qattiq qo'ng'il qo'zg'agan. Undan boshqa ziyoli mutaxassis, shu strategiyachi deyotganlarning ko'pinchisi telefonlar bakın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Üzületti. Onundan başqa da'voning yo'linishini men ko'rsatib berma, strategiya tuzib o'tama deb doim strategiyadan so'zlaydiganlar bo'lsin. Va yoki men advokat, men Uyg'urning ichida inglizchani eng yaxshi so'zlaydigini va Uyg'ur ziyolilarining ichida sarxili deyotganlar bo'lsin. Mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlarimiz kutgandek bir to'g'ri yo'linishni ko'rsatib berolmayotdi. Bu bir açıq reallik. Hem de arlıqda muşu nima deyli? Birden çıkın aya qiziq nuqta bo'layotgan, besilib qolgan hujjatning masalasi bo'lsin va yoki Anvarjon apandiniki o'tkazgan xatoligi bo'lsin, o'sha haqdami tanqid yig'ib ketgandan keyin yana mushu ziyoli olim atalganlardan g'ayriy sadolar kelyotdi. Sen mushu
Roz Ramazan'da mı boş koymay piştini qavatsa, 70 yaşını aşkan adamni haqarat qilib, o o'lab qolsa qandaq qilsa, Ramazan'da andaq dey, Ramazan'da mundaq dey. Ya'ni bizning holimiz nima, bir divonining holati hozir. Bir uydan qo'g'langan, tala tuzlarda bo'ron chopqunda qolgan bir divonining holati, bizning diasporadagi Uyg'urlarning holati. Vatansizlikning dardini shu qadar tatdiqki, hozir bu ziyolilarimiz, cho'nglarimiz, aqlliqlarimiz, ya'ni issiq uyangda o'tirib, issiq neningni ye, sen pitni qilma, zarba qilma, da'vatidi. Endi boya degandek xalqimiz mushu ziyolilardan shu qadar zo'r umid kutgan holatda va mushu ziyolilar qo'llayotgan tashkilotlardan umid kutayotgan holatda bu ziyolilarimizning ahli mushada haqni so'zlayotgan qarindoshlarimizning ahlichilik yo'qmi masalan? Bor. Ahli bor tabiiyki. Ammo ba'zi qarindoshlar deydi, mushu ziyolilarning ko'p qismi Xitoyning puli bilan o'qishga chiqqachqa boya mamtiman a'lo degandek Xitoyga bo'lgan mehr muhabbati bor, sevgisi bor. Shuni qandaqdir bir yuvosh yumshoqlik bir yo'llar bilan chegara ichilib qolsa, vatanga berib ota-onamni yo'qlay olsam, qolib qolgan xotinimni yo'qlasam, oshnamni yo'qlay olsam, men Xitoy bilan menga o'tib yurma deydiganday masalan mamtiman a'lo nihoyatda jonliq, ya'ni xotinning munosabatiga selishtirib turib, naql keltirib turib tushuntirib beribdi. Endi mushu boya men tilga olgan chet eldagi mushu ziyolilarimiz, masalan, dunyoga tanilgan eng chong ziyoli kim bizniki? Biroq Shuhrat Mutallib. Uningdan donglik olimimiz yo'q chet elda. Ammo Shuhrat Mutallib nima ish qilyapti? Uyg'ur ayollaridan majburiy julub ilingan tuxumdonlarni tadqiq qilish orqali Xitoyning qirg'inchilik siyosatiga yotadigan ishni qilyapti Xitoy bilan hamkorlashib. Nemishqa deb so'rasa, Xitoyda u tuxumdonlar oson tepiladiki emasmi? Xitoy pul chiqaradiki emasmi? Hamda mushu bilgan ziyolilarning ishini tilga ilishimizda qarindoshlarim, mushu jihatda asosli maqsad bu ziyolilarimizning holati shaxsan meni qattiq mayuslantirdi, hatto yig'ilg'im keldi. Hamda mushu ziyolilarimiz bilan biz nega boramiz? Nima ish qila olamiz va nima deyishimiz kerak mushularga? Mushu haqda qarindoshlarimizning ko'ngilini anglab boqsak. Xo'sh. Endi 70 yil maxfiy hujjatni chiqib olgan odamning ustidan gap qildik, go'diki o'lib qolgan odamni xotirjam qo'ymading haqqasin deb kishilar norozilik bildirdi. Ondan keyin biz Uyg'urlar xanli bilan birga Jungoda xotirjam inoq ittifoq xotindak muhabbatlashib yashay olamiz. Shuni yashash uchun biz yo'l echyapmiz. Shundaq bir ideyani Konzi instituti Konzi nima bo'lsin, shunda bir institut echish orqali ilmiy jihatda qanday deb bunda bir xatolik o'tirib chiqqan chog'ning o'zida buni inkos qildik. Nurg'unlagan qarindoshlarimiz norozilik inkosini bo'lib berib, hatto bular vaqtida bir o'zining tushunchasini bermaganligi uchun haqoratlab, tahdid solganlarmi bo'ldi. Endi bunga qarata 70 yoshdan oshgan bir odamga u boshda qo'polga qilgan bormi deydi. Bunun ichida Erkin efendim degan o'xshash alayda doktor unvoni va kasal davolaydigan doktor efendim bunda fikrini o'tirib yo'liq. Bu uncholar madaniyat inqilobidek tortib chiqarib ketgan darajalik ish emas bu. Deb mundaq nihoyatda oddiy qarab chapa yepib endi qaysinglar buncholar asabiylashib ketishning hojati yo'q degan fikrlar tushyotdi, ko'p inkoslar bo'lyotdi. Shunga o'xshash endi bugun ziyolilar demisda biz o'tirib chiqdik. Endi lekin bular deydi-ki, mana bular endi chiqishulmagan ziyolilar qolmadi deydi. Ham ham yerda demoqchi bo'lganim, agar sen doktor bo'lsa, sen ziyoli ekansa, sen 10 yil burunqini unutib ketdi. Bo'pti, 10 yil burunqisini unutib ketdi. Vatanki Xitoyning qilayotgan zulmini.
Tünügün gün unutup kalsan olmaydı. Tünügün ki zulmeni. Tünügün aşağıda kırındaşlarımızın kandak zulüm şevatkallıqını Muş Facebook'da, WhatsApp'da film bilen köstüp dağıtıldı. Hazır yani ki mыңлыган cesetlerini orak olap Xitay askerler taşlavadı hazır azgalga. Uygurların cesetlerini. Tünügün. Yani tünügün gün unutup kalsan bugün Uygurlar neme kılış gerek chat elde digende dep beremisan Әтlikке, өгілlikке, bundan keyin nemiş qilish kerak degan gapni deb beramisan, sen faqat Xitoyni himoya qiladigan vizitdan bormosan ekan, bu doktorlik kelishgan bilan, ziyolilik obro'ying bilan. Hech bo'lmasa sen bu Uyg'urlarga o'tmishiga, hozirga, kelgusiga qarata sen bir fikr taqdim qilamisan, sukut qilishni olsin bilmamsa. Sukutni qilamamsa. Hazır 70 yıllık məxfi hüccətinin özünü besip yetibağanlığına fikir qilsa, onunla şu ben ziyali de çıkıvatqanlar inkas qılardı hazır. Tiş yatqanları tiş yetivatıdı ama mən ziyali de bu səbke az dola yakın jiraqdan aralashib fikir qatnaştırıp özü mındaq mən Uygurun dədini, mındaq Uygurun dədiyi mən gəqvatmən mana, mındaq da özünü köstüvatqanları teqi. 70 yıllık məxfi hüccətin sen ne için çıqçılaysa, o hüccətini çıqırıb bəgəngə vətəni azad qıb berəmdi bikin beri. Ondan keyin 70 yaşını aşqan bir adam monda bir xatalıqını qıb qalsa sen bunçu bolamı narazılıq bildirəmsən, bunçu bolamı bunu qıqıb suqamsa. Sen bir tiş turamamsa deb monda qılqı ziyali etibarlarınki qılvatqını ma o ziyali hem ben bu vatan millet için kaygırıp gitvatım bu milletimden derdiğe benim içim çidimay yığılap gitvatım devatkanları benim pozisyasım var bu. Aslında muşola 70 yıllık məxfi hücceti neyim için besivaldı? Neyim için aşkarlı mıydı? Neyim için siz 70 yaşından aşkan bir adam şunca acık dava musafirlerini besip bulup hatta siz hem de adıgasınızın bulduğun bir yere yetken çağda şunun qaramay turib siz ilan to'xtiga erkinlik talab qilib bir kurash qilib nurg'unliqqa mukofot elishiga hassi qo'shgan bir hassidor bir daniq bir odam nima uchun bu xato bir ishni Konzi institutini qurib Xitoycha iddiyani chet elda kengaytirman Uyg'ur Xitoy axudin bo'lib yashalaydigan bir karvat yatalaydigan inoq ittifoq bal tapalaydigan bir vaziyatga akildigan shunday iddiyani men chet elda qanot yoydirman deb nima buni xato qildingiz bu ishingiz bo'lmaydi deydigan yerda emas. Maalesef taze şu hatta çalışavat Uygurlar narazılık bildirip vay münafıklar hailler de belki yapılışını bilmeyeceğim. Nurgulluğun kırındaşlarımız zelki bulanı sunduğallık emez. Ben maçın kendi hainde bitilla vururken ben koyarken şunu atılap gittim maçan da atılap gittim ikfanın aldı oturup. Ben de hele yürek çiğdimay vatkan çağda muşu milletin aşağıda milyonlap kırılıp gitkan çağda yürek çiğdimay şunda özünü bilimsiz, savaşsız, nadan da töven kömey durup meydana sekrep düşüp ağını bulup bu haillar, münafıklar dep tillap ketayotgan qarindaşlarımızga neme da'vatı dese, qarasın 70 yaşını aşkan bir adamga şunchalar da'voga hassi qo'shgan bir adamga mushunda qo'pol gap qilamiz. Ulug' ro'z Ramazonda qarasın Allohga tövbe qilib gunohini yuvsang bo'lmamdi deb turib, balki da'voga yiqilish ketayotgan vatan millatga hesdash qilib ketayotgan bir markani peshonasi chopib olgan bir turkum ziyoli atilib ketganlar mani o'tiriq yuvatidi. Buning qarag'an chog'da Mahmud O'nali afandininki mushu 10 minutlik leksiyasining o'zi meni Uyg'urlar rasmiy dastur qilib qo'llangan bir savat bu. Haqiqiy siyosiy savat, haqiqiy milliy ruhning o'lchimi bu. Vatan millat qandaq suyish, düşmanlik pozitsiyasini qandaq turg'uzish, düşmanlik irodasini, ya'ni dushman qarashini, vatan millat qarashini, milliy irodani qandaq turg'uzishga eng yaxshi o'lcham bo'ladigan bir leksiya bu. Endi qolganlar bilmamda Muşel şunda yaxshi ziyoli bo'lib kitap yozganlar var bunun arasında şunda yaxshi kitap danqillar bo'lib ketdi, danqillar var bularninki shoir, yozuvchi, ondan keyin shundaq doktor danliqlar. Bekat olmay ba'zi ekranga chiqsa vatan millatning qayg'usini qilib so'zlab, savat so'zlab ketganlar. Ammo nima uchun
Muşunda milli iradəyə taqışıdığan kəskin bir dokunuş kelgan çağda nimishqa çapay yapıdı Xitay tərəfə. Hazır endi ziyalisi, Xitay pərəstləri, hətta Xitay bilan savdo setiq qilib badi keldi qilaydiganlardan tatib, hammasi hazır top WhatsApp gruplarida qaynab chiqib, 70 yoshlik peshqadam rahbar bilan 70 yil ko'milib ketgan maxfiy hujjatniki advokatligini qilayotganlar va bu sabda shu da'voga ko'ngil bo'lgan qiyofatdagi ziyolilarni tatib Xitoyga badi keldi savollarida hammasi bir mavqeda ifoda bildirib, ko'pchilikning g'azab nafratiga bular raddiya qilyotdi. Bundaqla qarasa, nurg'unlagan odamlar o'ylab qoldi, o'zininki davatgan gapining xato to'g'riligini o'zi toza mo'ljallab bo'lolmay. Mo'ljallab bo'lolmay, o'zi oldida hissiyot bilan bir vijdonli bir gapni o'tirib chiqargan bo'lsa, onun qarşı ziyali deb atilib ketgan danqıvallar qo'yib, onun qarşı fikrini o'tirib qo'ygan chig'da o qarindoshimiz men xato qilgan o'xshayman, rost. Agar men xato qilmagan bo'lsam, falon ziyali menga qarata mundaq bir raddiyalik fikrini o'tirib qo'ymasdi deydigan to'nish kelib, mundaq o'lchaydigan qarindoshlarimiz yamanjiq. Nimishqa degan chig'da bilimli kishilarga, ziyalilarga millatimizning hurmati yuqori bo'lganligi uchun ziyalilar o'tirib qo'yayotgan, mushundaq bir iqlimni men qo'llamasam, cho'qim men xato qildim, men qanchalik bilatdim, asli bu ishning to'g'risini ziyalilar biladi. Ziyalilar bundaq mavqeda bo'lgan ekan, albatta, oshlarning to'g'ri deydigan tonishqa bu avom xalq shundaq bir yo'l kelib qoladi. Shuning uchun endi biz temin suhbatning beshida ziyalilar bu ish qatnashmaydi dedik. Ama qatnaşqanların qandaq meydanda qatnaşadı deyə gəldi qazi. Qatnaşıyatqanları o da'vogarlari Xitoy bilan xotin bo'lib birga yashaymiz. Biz avtonomiya uchun kurash qilyapmiz. Biz vatanni ozod qilolmaymiz, vatandagilar o'zi ozod qildi. Biz mashla da'vo qilib pulib mashunda yashaydigan xalq degan mavqeni bildirayotgan chig'ining o'zida Ondan ki mavi biz ziyali deganlar qanday qiladi desa, o'shularning to'g'ri. Biz buni bundaq olib pichoqni kas mavi kalene deganga o'xshashlar, bundaqlan pozitsiya qo'llansak bo'lmaydi. Da'vogarlarning tajribasi bor edi-ku, tug'ilma da'vogarligi ba'zilari shunda tug'ilgan da'vo qilganda, ba'zilari 30 yillik, 25 yillik, 40 yillik siyosatchi da'vogarligi ashular bilmamdi. Aşular kılvatqınni tecrübege asasen, dünya vaziyeti asasen bilip kılvatıdı o. Dep avveliki çapancı ziyaliler, hem de ziyalilik markası var, milli davaga köngül bölüp ketkenler koyup, hem de bu çapanını kötürüp hem de buna doğru düşünüşke millet umumiyüzlük bulanı kollaşka teşebbüs kılıp meydana çıkmadıdı. Bu en içiniş yeri. Sükutli qallara maqul onu başqası eyiblayli, olarni bilmaydi deb eyiblayli. Olar Xitoy darvozani echivasa, berib Xitoy bilan yaxshilashib, yaxshi o'tmoqchi deb eyiblayli. Endi bu maydonga ochiq oshkora chiqib, Uyg'ur Xitoy munosabatida bir pozitsiya bildirayotganlarni yo'qotadi desa, Xitoy bilan Uyg'urning o'rtasida ko'rik bo'lib, bu do'stlik, ittifoqlikni yetkazimiz deyotgan bu da'vogarlarning advokatligini qilyapti. Ziyalilik salohiyati bilan. Bu eng ichinchi shir bo'tadi endi. Endi bu Memtimin A'lo efendimga o'xshashlari nayt bek oz sonda. Bu mingdan birisi yoki chiqdi chiqmaydi shunchalik oz sonda. Memtimin A'lo efendi 2007-yili o'zi doktor aspirantlik o'qitgan chog'ning o'zida qurultayninki yig'inlariga qatnashib, Rabiya Qodir xonimning qishda rasmiy vazifa olib, da'voga kirgan. O hemen aslında vazgeçip hatta doktorluk o'qishini joyida to'ng'il turib da'voga kirgan bir odam. Bir qancha yil bu harakatga menib bo'lib, andan keyin yana qayta davomlashtirib, o aspirantlikni bitirib, diplom olib, andan keyin hozir bu o'zi menotli bu ishda 2016-yili 2-oygacha qurultayning ichida Xitoy parashlaridan tig'im-tig' ilishgan bir odam bu. Endi bundaqları yaman bek oz chiqadi. Suning eqishiga, tukning yetishiga, shamolning yo'linishiga qarab o'zini qo'yib berganlari yaman ko'p. Yana shu diplom bilan turib da'voga yaqinlashdim deganlari bular
Yani bir kövrükni ulavatqanlar. Uyghur Xitay oturusdaki ma kövrük ulaymaz deganlarga medet berip ularnikin qonunlashtirib, fikri ilashtirib, millatni engi singdirishga tashabbus qilayotganlar tepi. Bu eng yomoni. Endi Abdurrahimjon Mishada men bir Mau bir qarindoshimiz telefon qilibdi, savolim bor deydi. Qani so'rang. Ekran altındaki kardeşler, Aleykümselam. bizde bu şu ekran altılık, yani cesaret ekran altılık, köreyetken kardeşler, zamanların Ramazan'ında mübarek olsun. Elbette bu programını köreyetimiz, ben de demek bu programı ben yapsam olmuş oldu. Başta sualımı soruşturdum, böyle iki cümle zaman fikrimi demek için. Burada Türklerde bir atasözü var. Evet, illet düzelmek için millet, millet düzelmek için devlet düzelmeye doğru. Bizim hakikaten bu da ötmüş dinleyle ikinci Cumhuriyetimizin ki kuruluşunun aldık ayında olsun. Şu tarihimiz olan başta bizimki göz karşımız iyilik ve rüşenemez. Şu tarihimiz olan göz karşımız iyilik olmalık için kilecikimiz olan umudumuzla iyilik emez. Nait tutumlu bir şekilde. Ben üstünde dağılmış kıtratkanlık için bugünkü evvalimiz için burada efendilersinin tükette yaptığım bir bütünlüğü sabırlı yorkanın üçümüz olsun. Evvalimiz yani oturdu turadı da hakikaten. Hem de bazı alemdeydi de mesela şu edildiğiniz yerde tanıklık kılıç arkalık davanın davanın küçük ortamdaydı. Ziyarelerimiz, kıssas ilgilerimizin ki şu dava ve aktifler dışında şunda politikler tutulduğu bölümün gösterişler hakim. Hatta bunun gösterişlerimiz ama anlamı başında gösterişlerimiz. Hatta bunun şu Nahmey'den hazır, ben Kopte'nin önceliklerini yapıyorum, sabırlı kontrollerinde. Yani işte bunu kapaksa, bu kancılık olarak. Çünkü bu yukarıda Abdülhamid'den bir de ötekette Mehmet'in Erla salgındı. O Mehmet'in Erla Efendi'nin bu çifterde hazır daha mevcut. Tahminen bir 5. doktor, profesör, magister, doçent vakil mevcut. Şu küçük kıtaydı. Bugün aşılardan katlaşmaklı dava bilmekçisi vardı. Buna ama hazır katlaşmayı sırf duvatkanlarına mutlum güneyselse şu benzer aşılar demişken. Vay şu tenkitli işte uygulayan genderse mutlum doğru mu? Soralım. So'alni oldinglarmi qarindoshlar? Anladık ama yaman şakirab. Varan burun asfalının net bu sualını bir devesen cesaret. Ovozingiz bek shavqinli qo'yg'ashqa bo'lsa, savolingizni bir takrorlab etsangiz bo'pti keyinroq. Ovozi itetga qisibdiki, albatta qatnashib. Endi yaxshi qo'tlab. Yaman shakirab ovozini anglamaydi. Endi bir ovozlar qo'shilib qolib, bek iliq shavqin chiqib qolib, hali anglamay qolibdi. Savolingizni qayta bir takrorlab etsangiz. Bu sualın baştaki benim göz karşımda düşen insanlar bu sual bu benim sualım var. Sadece cemiyette aslında bir elimi açıyor. Mesela bir aslında bir küçük mesela bir fikir var. Mesela benim için bu dava kuşlar katlaşmayı isterse bu tanık kılavatkanlarını sebep kılavatkanlarla bağlıcı vardı. Aslında bir çıktı. Bana kilometre mesela benim için de tanık kılavatkanlarla işgalayetsek, yakın katlaşmayı etsek değil ama. Halbuki ben sözümün bir şey dedim ya. Millet düzenleyici, millet düzenleyici, devlet düzenine kadar. Şu özümüzden aşırı ötken, 100 yıllık tarihimizden ünlü bir şekilde katkılıp, ünlü bir rüşen şekilde oturup koşmak gerek. Mesela şu Müslümanlık tarihimizin o, isim vermemeyene bazı doktorlar 250 yıldaydı. Bazıları Yakup Han'ın başlaydı. Bazıları 1949 günü Kıtay Komünistinin Müslümanlığın şu tarihten başlayıp bizim Müslümanlık tarihinin başlarındaydı. Mesela Müslüman doktorlar unutmuştu ki
malum yine buna kesin. Şunda tenkitlerini yine beraberden müstahava kırıp hareket kılış ya ki artık katmışken tusalılık kırıcılığı değinen mandatlar bunu yakende. Değil mi? Aslında bir stilde dinlersin. Kızgaras. Hem de tutuş oldu nasıl? Meningki Abay Abdurrahman'ın sözünden kim demekçi olan bazı sözlerim mi? Şu kardeşimizdeki sualıga sen maskip kaldı ki. Şu an ben sözünü tatlı olay yazar. Tamam. Hemen bir yerde bir misalını almak istedim bayan. Hem de bu milletin ziyalisi dedik. Biz o ziyalininki kategorisiga Abay Abdurrahman'ın ait yaxshi kirdi. Ben bir misalını iplemek ama ben G'ulji ve bizningki G'ulji inqilobi bo'lgan vaqtidagi bir misol, amaliyotda beshimizdan kechirgan bir misol bo'ldi. O'sha G'ulji inqilobida shu vaqtida 97-yili G'uljida bo'lgan insonlar va shu Sharqiy Turkiston eng azroq husumi kirgan insonlarning diqqatini bek qo'zg'agan bir misol bo'lmish edi. Şu vaqtida pensiyaga chiqqani nihoyat uzun bo'lgan İbrahim Matrozi degan burun asl tegi Xotanda tarafdan kelganmiki Mattog'ini qaraganda bir shu atalmış ilu oblastlik hukumatninki muavin boshlig'i deyman shundoq bo'lgan vazifada ishlagan bir İbrahim Matroziga odam bopdi G'uljida. Bu odam o'zininki garchi u yerda Xitoy hukumatiga ishlayotgan bir amaldor bo'lsa-mu, ammo o'zining amaliy shu Uyg'urlar ko'rsatgan xizmati jarayonida nihoyatda Uyg'urlar orasida hurmatga sazovor bir odam deyamdi. İbrahim Matrozi deb nihoyat pichig'i kesgan boshliqlardan birisi deyamdi. Shu qo'rchoq hukumatda. Hamda bu odam pensiyalarga chiqib bo'lgan. Pensiyaga chiqib bo'lgandan keyin bu odamni jamiyatning ichida İbrahim Matrozi deb xalq hurmat qiladigan bir odam bo'lg'achqa bu odamni shu pensiyadagi odamni tortib chiqdi televizorda so'zlaydiganga. Bu odam shu yerda nima dedi desa, mayaqda Xitoylar to'xtamay bu shu G'ulji inqilobidagilarni aksil inqilobchi niyati buzuq har xil tillar bilan buzuq unsurlar har xil tillar bilan so'zlayotgan vaqtida İbrahim Matrozi apandim manda deb so'zladi. Bu G'ulji inqilobini bostirib Xitoy bu Uyg'urlarning shu inqilobga qatnashgan Uyg'urlarni yana iz qo'g'lab tutayotgan vaziyat bir vaqtda u chog'da. Shu vaqtida bu odamni chiqarib shu G'ulji inqilobiga qatnashgan yoshlarni o'zligidan taslim bo'lishga zo'rlagan gap bu yerda Xitoy. Zo'rlaganligi aniq endi bu yerda bu odamning degan gapidan bu odamning gapini yuzaki anglagan odam nim deb anglaydi desa, shu G'ulji inqilobiga qatnashgan bolalar sizlar o'zinglardan taslim bo'linglar. Bu hukumatning ko'ksqoni nihoyat keng, nimalarni kechirmagan, yana sizlarni kechirib o'tdi degan gapni qildi. Ammo bu yerda davatgan bir muhim gap bor. Shu nalardan teppagan ba'zi mushuliqi sirtqi bog'langan ba'zi shu Jungon davlatimizningki siyosatlarga qarshi davlatimizning dushmani bo'lgan ba'zi davlatlarning quturtishi bilan atalmış şu nelerden tippagan Şarkı Türkiston Cumhuriyeti degan narsalarni, Şarkı Türkiston partisi degan narsalarni ko'tarib chiqib, yoshlarimizning beshini qaymoqtirayotgan ba'zi guruhlarning oqisiga agishib ketganlar deb gapirdi bu yerda. Bu yerdan nimani tushunib oldi inson? U men o'tganki programmada deb o'tib ketgan. G'ulji inqilobida Şarkı Türkiston degan gap yo'q bu yerda. Bu mustaqillik, Sharqiy Turkiston degan bir ongmi yo'q u yerda. Faqatla ashadagi zulmga qarshi qo'zg'algan. Ilm mashrifi tashkilotlar qurilib, futbol o'ynaymiz deb futbol musobaqalariga suv quyib o'tib, bu Uyg'urlarga qilmagan zulmi qabadi endi.
aroq ichmaydigan bo'lib bu Uyg'ur yoshlari mashrabda adab axloqli bo'lib qilib ketsa ma g'uljining aroq zavotlari Uyg'urlar nimishga aroq ichmaydi deb shikoyat qilib hukumatlarga nimishga adam bo'lib ketdi bular deb shu davrda bu kelgan birligi bizning erkinligimizni nimuncha siqsa degan bir qarshilik hamda bu yerda hamda mishada shu İbrahim Matrozi efendi nimani davoldi yashadi desa bizning Sharqi Turkiston degan bir davlatimizning bo'lganligini va Sharqi Turkiston degan bir davorimizning borlig'ini ifodalab beradi yashadi. Demak bu yerda men nimani demoqchi degan chog'da mayli shart sharoitning nima bo'lishidan qat'iy nazar qanchalik zulmning ostida bo'lishidan qat'iy nazar bir insonning qalbida abay degan hamda iliqi Mamtimin Ala apandining deganidek iliqi Xitoyning qo'yniga quchug'iga oshina osh qo'yib ketgan ideya bo'lmaydi ekan zarrachilik milliy g'urur vijdon bo'ladi ekan bir yerlardan o'zininki milliy ruhini ifodalash fursati bor shu zulmning ichida o'simi botdi hamda shu yerda shu pensiyaga chiqqan shu İbrahim Matrozi ya'ni shu ansirmay Sharqi Turkiston degan ismlarni og'ziga ola olgan shu odamlar shu gapni qila olgan yerda bizning bu chet eldagi ziyolilarimiz nima uchun erkin chiqolmaydi deganda buni takrorlashning hojati yo'q. Buning yakunini boyaqi Mamtimin Ala apandininki qisqa ammo ixcham videosi bizning millatimizning hozirgi obrazini ifodalab berdi. Endi ma qarindishimiz hozir savolda debdi. Illat tuzalmaguncha millat tuzalmaydi, millat tuzalmaguncha davlat tuzalmaydi. To'g'ri gap. Endi biz mishada nima ish qilyapmiz degan gap kelaylardi. Mavu sirtda bo'layotgan Boy Abdurumjon dedi, Boy Erkin akimizmi dedi, ilqi biz shundan chiqsak bu so'raydigan savol tuni oldingi programmamizda dedik-ku, Abdurumjonning rasmini shundan ko'rgandikilla, Umidning rasmini ko'rgandikilla, ilqi ma nim davotida buni anglamaylar. Hozir ma jasoratningki sahnasining ismi chiqsimi shu oqisdan nim davotida ma programda deyish emas, tillashga boshlaydiganlar bor endi. Bu yerdagi narsani nimani ko'rib olgan oldu desa, bizning millatimizda cho'ng bir ikki bo'linish bo'lib bo'lganligini ko'rsatadi. Bu yerda cho'ng ikki bo'linishning qayiqiga minishni bilmayotganlar eng muhim rolni o'ynaydi shu mustaqillik davomizda. Bu o'zining yo'lini belgilab bo'lganlarga ularga nima kerak degan chog'da shu tomga tizib qo'yib etishdan boshqa yo'l yo'q ularga. Endi bu bir illat tuzalmay turib millat tuzalmaydi degan gapning naq mishari masalan Turkiya Cumhuriyetininki qurg'uvchisi Mustafa Kemal Atatürk bu nima uchun bir qism o'zining fuqarolarini qirgan, jazoga tortgan degan vaqtida shundoq mutaassib millatning satqul bo'lib ketgan, o'zini turk davogan, o'zi turkchiga qiladigan, dinini islom davogan, amaliyotda boshqalarga butunlay ruhiy jihatda setilib bo'lganlarga eng og'ir jazoni bergan. Endi hele hamma Turkiyada bir necha ming yillik tarixiga bir davlatdimi, hele hamma shu Mustafa Kemal Atatürk'ni bu millatning dushmani, bu islomning dushmani deb tillaydiganlar bor. Endi millatning dushmani, islomning dushmani deb bu ayni vaqtda mandaq ziyolilarni, mandaq insonlarni o'ltagan deydiganlar bor. Ammo shu o'ltagan insonlar nima qilgandi? Shu jazoga dorga osgan insonlar nima qilgandi desang, dinning va yoki bo'lmasa shu xurofotlikning kayniga kirib millatni taslimiyatga zo'ligan insonlarni osdi. Endi bu yerda shu abay qarindishimizning degandek illatning tuzalmaguncha millat tuzalmaydi, to'g'ri. Endi mishada bizning qilayotgan ishimizmi millatimizning ichidagi illatlarning tuzilishi uchun xizmat qilyapmiz. Endi millat rost degandek uyg'onmay turib, bunday aytgan chog'da bir davlat qurishimiz mumkin emas. Davlat qursak-ku, u davlat qanday davlat bo'ladi?
30 ming 40 ming askar bilan qon to'kkan bilan ana shu 11 bitim bilan shu Urumchiga boramay to'xtab qoladigan bir davlat bo'ladi. Agar yana shu bizning millatimizning ideyasi, ruhi bir yerga kelmasa. Endi ayı deganimdek Abdurrahimjon bo'lsin yoki Ahmad bo'lsin, Samat bo'lsin, shu mustaqillik ro'yini o'ttiriga so'zlab shundaq shu ihanat yo'liga manganlarni, satqinlik yo'liga manganlarni tanqid qilib shundan chiqqandan keyin dushmanlik boshlandi. Endi so'raydigan gap. Bu yerda biz qilayotgan ish millatning nimasiga ziyon yetib kelyotdi degan savol bor bu yerda. Masalan, biz bo'pti xato qilayotgan bo'lsak, sen kimsen deb so'raydi hozir. Masalan, boyi Abdurrahimjonninki gapidan ziyolilarninki chet elda doktoralik az deganda magistrlik unvoni bo'lish kerak degan hukm bilan qarasaqmi, unda bo'lsa shu doktorasi, shu magistrlik unvoni bala millatni nega boshlab ketib bordi? Shu bir qismlari. Boyi naq shuni deb o'tib ketdik, o'zi doktor ve yo'qolmasa o'zi nihoyat muhim yerlarda ishlaydigan insonlar shu millatimizda qayerga suriklayotdi degan chog'da yanada Xitoy bilan birga yashash ideyasiga zo'rlayotdi. Endi bularni qanday ziyoli deymiz? Endi millatimizdagi uyg'onmaganlik narsa nima desa, mushu insonlar millatimizdagi ziyoliga bo'lgan tashnolik, millatimizdagi ziyolilarga bo'lgan hurmat. Chunki bir narsa bek ozod ketib qolsa, hurmat bek e'tiborli bo'lib qolish uchun millatimizda haqiqiy ziyolining ozligidan diplomasiga qarab ziyoli deydigan bir vaziyat shakllanganligi uchun shu atalmış shu diplomaga erishgan amaliyotda o'zi millatni bir taslimiyatga zo'rlayotganlarning bu oqisdan ketib kelishdek bir xato yo'l bo'layotdi bu yerda. Bayağı qayrinishimizdan degan gapim shu, bayağı telefon qilganda Germaniyadan Olimjon Mehmet qayrinishimiz. Chunki o'tgangi programmalarda qarindoshlarimiz yozibdi, telefon qilg'uchi bundan keyin o'zining kimligini davitib, andan keyin telefon qilsin. Chunki biz bilib qolaylik degan gap bor. Bu yerda mening masalanligim bor. Ismingiz nima edi deb so'ramagan yerim bor endi. Bayağı telefon qilganda Germaniyadan Olimjon Mehmet qayrinishimiz, bu qayrinishimiz deydi. Bizga o'xshash mushtaqillik, reallikni so'zlayotganlarni hozir shu da'vo ishlariga to'salg'iliq, futlik ashaqayotganlar deb tasvirlab qo'yadi bular degan narsani tilg'atdi. Abdurrahimjon, sen nima deysan? O sualımda başka seyrek, benim anlaşımca. Buna deydi. Ziyaliler aslında iş kılmak iken tok. Ve millet iş kılaylı dese, andaki bana tenkit kılıyı vergendiki hakikaten şunun olan, andaki mesela köngülü soğuk kılıp, bu işini kılamayotgan akşaydı diyende düşündüm ama ben. Şundak mı yok? Ben maaşlara düşündüm. Onda olsa endi bu biz ziyalilerini tenkit kılan adam mesela ben. Tenkit qilib kelayotgan adam. Men 2010 yılı tunji qatim nashr qilgan kitobimning o'zidimi ziyolilarni aytdi, undan tenkit qilgan edim. Nimishqa bular ko'ngil bilmaydi bu millatning ishiga deb. Ondan keyin kitoblardimi zodi tanqidninki 70% da'vogarlarga qaratilgan bo'lsa, 30% ziyolilarga, huquqmuşluqlarga, ahli ilmlarga, shuning bilan cho'ng kichik burja azlarga mal mülkdarlarga qartılgan. Chet elda cho'ng mülkdarlarimiz yo'q. Shunda bo'lsa-mu, iqtisod egalariga qartılgan 30% mi shunda qilindi. Asoslik men ziyolilarni tishirib tanqid qilayotgan materiallarni men tuzuk o'qib baxmadim. O'zimnikidan boshqa ko'rib baxmadim. Ham saniga chiqib, ekran oldida o'ltirib, men o'tgan yil binatchi o'zimniki so'zlagan nutqlarimda qisman tilga etib ketdim. Ziyolilar nimishga mo ishlarni qilmaydi degan gapni. O chet eldagi umumiylik avom xalq yoqolmaydi. Mundaq yozarman, sizarman, so'zlarmanlarning o'zi ziyolilarni tanqid qilgani yo'q dedi. Bugun biz ko'pchilik bo'lib, bugun mana 4 odam, 3 odam, ya'ni 3 odam seninki munbiringda ziyolilarning ustidan shikoyat qilib qoldik bugun.
Bugun biz qilmoqchi bo'lgan to'plashib qilmoqchi bo'lgan bu shikoyatni ziyolilar bundan burun qancha yillar burun sizib qilib o'zining sezgurlik, bilimlikligidan sizib qilib shunga ham bizni tanqid qiladi deb bu yo'lga kelmabdimi? Bana qilib, ham bizni tanqid qildi bu guylar chiqib. Shunga biz qilmay turaylik degan bo'lib qoldi chaqda. Agar meningki shaxsan o'zimning tanqid kelayotgan meni kitobimni ziyolilar hargiz o'qimaydi. Hargiz o'qimaydi. O'qib qolgan bo'lsa meni kitobimni. Andan keyin men qildim uni. Bütün o endi men shunday kuchli bir odam bor. Mening tanqidim agar unchalik kuchli bo'lgan ish bo'lgan bo'lsa, bu qurultay undaq bo'lib ketmaydi. Rabiya Qodirxonimi bundaq yo'lga kirib ketmaydi. Men shu vaqtida ichida turib, teshida turib qilgan tanqidlarim oz emas bularga. Mening tanqidimning agar pichiq kesgan bo'lsa, mushada o'tirib, bugun biz o'tirib bularni tanqid o'ldirmaydik rahbarlarni. Biz ularning orqasida bayroq tutib yugurib yurgan bo'lardik. Ama mening tanqidimning hech qanday bir pichig'i kesmaganligidan biz yana o'ltirib yillar o'tgandan keyin yana o'ltirib shuni tanqid qilyapmiz. Endi ziyolilarga qanday o'tib ketdi mening yolg'iz qo'ygan tanqidim? Shunchalar doktor, shunchalar bilimlik ziyoli mo'tabarlarga mening tanqidim shunchalar o'tib ketdimi endi? Voy sen nimishga qarshi tanqid qilmadi degan savol chiqibdi. Nimishga sen qarshi tanqid qilmading unda olsa? Sen kafir. Senin imanın yo'q deb ahrimlar oyat o'qib turib, fatvo chiqarib turib, ayblab atgan ba'zan ziyolilar qo'rqmay o'ziniki xato bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, o'ziniki maydonda turib, ochiq oshkora mengyotdi yo. Endi qo'pib men shunda chiroyli siliq gaplar bilan qizil tashliq diplomlik ziyolilar, qora tashliq diplomlik ziyolilar deb men ikkiga bo'lib qo'ydim. Qizil tashliq diplomlik ziyolilar ular Xitoyparast, qora tashliq ziyolilar diplomlik ziyolilar g'arbparast. Ular g'arbdagi yumshoq hayotda, isil hayotda ko'nib ketgan, bular g'arbga tafakkur qilgan. Qarab baqsa Uyg'urlar shundoq sapasiz, menga o'xshash tarsa bu xalq. Bir ishi qamlashmayotgan, 20 yil burun qarasimi o'xshash shikoyat qilayotgan, hozir qarasim o'xshash, ay bo'ldilar deb tashlayotgan qartashlik diplomlik ziyolilar bular. G'arbni qartash degan chog'da bu xristianlar asosi qarni o'ziga belgi qildi-ku. Men shunda deb atyapman bularni. Xristian demoqchi emas. Ama g'arbning hamma davlatlar dindor davlatlar asosli dinni asos qiladi. Mana shu g'arbdagi, Yevropadagi nurg'un davlatlar. Bu davlatni o'qib, diplom olib, qilib bo'g'itsak bu odamlar tadrijiy holda bu radikal islomchilardan shunday jirginib qoladi. Uyg'ur millatini ozod qilib qo'ysam radikal bo'ladi. Islom hukumati quramiz deb bizni o'ltirdi deb bu qartashlikqa mayil qilgan ekan diplomlari. Shuni buni xohlamaydi. Andan keyin buni qo'yib, mendan keyin qartashlik ziyolilar deb qo'ygan. Qartashlik diplomlik ziyolilar. Avvalgi vatanga berib kelib g'ittan o'ynab keladigan ziyolilarning o'zi qizil tashliq diplomlik ziyolilar borib qo'ygan. Ular Xitoy bilan yaxshi tutgan bo'lgandan keyin ularmi bizni xohlamaydi. Men mashta yozdim kitoblarimda bor o meningki. O'chma ega o gapga men javob bermay har qanday men bilan zugunlashsa. Mantining alodek o'tirg'i chiqayotgan ziyolilar ko'ktash ziyolilar bo'ladi-da banda. Ko'ktash ziyolilar. Chiqsa bo'lmadi, ma'qul. Ma'qul ziyoli bo'lgandan keyin qiladiganni, deydiganni, to'g'ri yo'lni o'zi bilgandan keyin chiqsa bo'lmadi. Men ala chiqibdi ayni. 2007-yilda doktor aspirantni o'qiyotgan chog'da xatarga tavakkul qilib turib, men bu yo'lga kirsam, meningki balkim o'qishimni bekor qilib o'tishim mumkin. Bilgi Xitoyparast davlat u. Men tavakkul qilmay, agar millatimning da'vosi menga o'xshash bilimli yoshlarga ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, men bo'ldi bu yo'lga kiraman deb turib, bunda kirgan edim. O Avstraliyaga berib, o'zicha chiqib, mandalam nimaga televizorga chiqib so'zlab qilayotgan kishi emas, o'zining ziyoliligini ko'rsatish uchun qotgan odam emas. Aspirant o'qiyotgan chog'da kirgan odam o pidakorlik qilib. Bu qishom paltuks bo'lib bo'lgan, 9 tal bo'lib bo'lgan, balavoqlar, navralarini tashlamasi tal bo'lib, yo'lga tushayotgan ne ziyolilar, olimlar qishom yo'lni deb to'g'rini qilsa nima ishdan qutlaymiz biz? Mamtimin e'loni hozirgacha ochiq so'rovlarda bekim, "Ey sen" deb tillab baqdimi? To'g'ri. Shirk baqdim bekim. To'g'ri. Haqiqatlam Xitoyparastlar chatga qoqdi. Ma'lum tashkilotlar Xitoyparastlar chatga qoqdi. Bo'lmasa xalqimiz, millatimiz boshqa ko'tardi. Mamtimin A'lo afandining yozgan Uyg'urlar psixologiyalik urushlar degan kitobining o'zini, bu yoshlarning o'zi uni naql qildi.
Facebook'da, WhatsApp'da üzüntüsünü elip, nakil qilib ataydan yezip, bet-betini yezip elip, nakil qilib turib foydalanyapti. Qiysun, endi bizni tanqidlaydi ekan, shuni bu ishni qilib bo'lmaydi ekan, jiroq turmasa qilmaydi ekan. Bana emas u. Mishada bir narsa qo'shib qo'yay, men gaplarni yana tatib olgan bo'ldim. Mau bir ishningki natijasiga qarab boqaylik-da. Xatolikni qilibdi. Mau Anvarjon apandi. Ammo bu yerda xatolikni kechirim so'radimi? So'radi. Yani o'zining xatoligini e'tirof qildimi? Qildi. Endi bu yerda shuningga chapan yeyishayotganlarga shuni deyish kerakki, demak sening chapan yeyishingning hojati bormi ekan? Ya'ni bu yerda kim lat bo'ldi? Demak sen chapan yeyishkining lat bo'lding. Chunki Anvarjon apandi bir ishda xatolikni qilib, o'zining xatoligini e'tirof qilish o'zimi bir jasorat va mardlik bu. Bu odam o'g'ilvolchilik qildi bu yerda. To'g'ri. Shu chapan yeyishayotganlarni amaliyotda yavil yaksan qildi. Bu yerda chapan yashganlarga shuni deb qo'yish kerakki, bu yerda chapan yashgan vaqtida bir odamning to'qini yapgan vaqtida oldi bilan o'ylaki, mavu xalqning irodasi yengamdi, meningki ideyarim satqun ideyarim yengamdi deganni o'ylab qo'yishni tavsiya qilaman. Bu yerda nima demoqchi degan chog'da xalqning irodasi g'alaba qildi. Chunki agar xalq mishada jim turgan bo'lsa, shu ig'ir qarshiliklar mushundaq g'avg'olar bo'lib ketibdi degan narsani Anvarjon apandi o'zimi debdi. Shu g'avg'olar bo'lmagan bo'lsa, shundaq aynak xalqimiz Anvarjon apandiga aynaklik rolini o'ynamagan bo'lsa, Anvarjon apandi bu xatolikni e'tirof qilib, bu yerga chiqmagan bo'lardi. Bu yerda nima degan chog'da millatimizning irodasi ustun keldi degan gap. Endi Mishadan bir o'rnak ko'rib olgan oldiki, boyaqi qarindishimizning so'ragan savolidek, millat sagak bo'lsa, millatdagi illatlar ozlinib, millat to'g'ri yo'lni to'nalgan vaqtida, milliy iroda yetilgan vaqtida xato chiqib qolgan shumbo'ylar, xato chiqib qolgan bir satqun ideyaga ega bo'lgan bir lider o'rniga xato chiqib qolganlarmi millatni xato yo'lga boshlanmaydi. To'g'ri. Ya'ni millat u lider men deb atib olganlarning millatni xato yo'lga boshlashiga yo'l qo'yolmaydi. Yana bir qitim 11 bitimni tuzishiga yo'l qo'ymaydi agar millat to'g'ri yo'lga boshlansa. Endi millatni to'g'ri yo'lga boshlash uchun kim kerak? Mushundaq tanqid, mushundaq qarshiliklar bo'lganda ana ashundaq xatoliklarning oldini olib, xatolikka mang'uzmaydiganlik shuni ko'rish kerak bizning xalqimiz. Shuning uchun bu yerda yanala jasorat sahnasininki qilayotgani bu yerda to'g'ri millatimizning manfaatiga foydali ish qilyotdi. Endi ziyolilarimizmi hozir Abdurimjon qarindishimiz degandek o'qigan odam ziyoli chiqsa bo'ladi ekan-ku, mana Erkin akimizmi mana chiqdi-ku, so'zladi-ku. Mamtimin ala chiqqandan biz Mamtimin alani tilladikmi? Mamtimin ala bilan biz oydonda qetqish bakmagan, bir yerda ko'rishib bakmagan. Ammo Mamtimin ala ulamdi yoki Ahmet ulamdi, Samet ulamdi. Adillik bilan millatning manfaati bilan to'g'ri so'zlasa, beshimizning ustida yeri bor. Lig'ini mana bu yerda ko'rsatyapmiz. Ben bir og'iz gap qilib qo'yaymi? Ha, tamam. Yo'q deb qaranglar, bo'lmaganlik meni unutilib qolgan turdinglar deyman. Yo'q. Ama bu shu qirg'inchilik, vatandagi keng ko'lamli qirg'inchilik boshlangandan keyin Türkiye'de yaşaydigan Abdurrahman Hasan deydigan bir qarindishimiz mening onamni etib berishay, hayvon ishplaslar, o'qini men beray, o'qning pulini men beray degan chaqiriq bilan butun dunyoga zilzil keltirdi. Mana bu ruh ashuningga munosib ta'tirsiga o'zini ziyoli sanab olganni dunyodagi nopusluq muxbirlardan ziyorat qilgan vaqtning o'zida sening millating mustaqillik talab qilamdi, mustaqillik uchun kurash qilyapti. Yes, of course deyanmidi shu. Bir cümle, yes. Agar Amerikada turayotgan ziyoli men mandaq nopusluq odam, mandaq tojlarim bor, mandaq invalidlarim bor desang, agar haqiqatan sen bir vijdonli Uyg'ur bo'lsang, o'qiyoning uchida shundoq shamshar bo'lib menayotgan
o salih Xudo yargı o'xshash avlod yigitlarninki yenida mixtek turib, mo'risiga mo'rangni tirab bergan. Mushundaq sepda mengayotgan oldingi sepda mustaqillik deb mengayotgan qarindoshlarga, yoshlarga uchiq yo'l ichib bergan. Sen aksincha u bulungda bu bulungda to'salg'ulik qilma. Namus qil shunda to'salg'ulik qilishdi. Gapim tugadi. Nəhayət əfsus, ular o Salih Xudanın yarına yendi turmaqda yox. Türmelerge soğutup ettiği şu hocamla ile 22 şirtip Xitay akılları bilen tam plan tuzuşuyor. Hem de bizden ahvalımız hakikaten mustaq. Bizden bu yer çıkıp sözleşki maqsadımız bayama aşk xeyrindişimiz degendek hazırgıça şu reallıqni sözlep dadıl oturup çıkadığan ekranlar yok hesabı bu atıdı. Biz yaman görünsakmı bazılarga, nemi bolsak mayli, ama bizden deydiğimiz haqiqatni, reallıqni sözlep ölüp ketsek biz razı. Nəhayət əfsus, bunda avazlar nəhayət az bo'latıdı. Hem de şu xalqimiz ziyoli deb cho'ng bilib, masalan, u yerga bu yerga ziyorat qilsa, ton kiygizyotidi masalan. Bu ton nimaga kiygizildi? Biz tushunmadik masalan. Men shaxsan tushunmadim. Hem de Vankatovdan keyin nima dedi? Uyg'ur akademiyasi birmisiga deb boshliq bo'lib kirgan bari atalmish ziyolilar va men biladigan. Ayni vaqtda mening oldimda nomus qilmay, o Xitoyning puli bilan o'qishga kelganlar endi. O nima dediki, shu bir yillik o'qish bilan avatgandi meni. Agar yana bir yil uzatib bersam, uyimga qizil bayroqni osmaydigan ishning bolasi. Keyin nadan xoshamat Xitoyda o'rgangan xoshamatlar bilan probriklarni yurib doktorlik undan oldi. Endi ashumu bir yerga borsa, men doktor deb, Maysugurda doktor deb yo'g'on qolib qo'ya. Mening nazarimda mening tirdiqimchilik qimmati yo'q bir nimada endi. Menla emas, ashu atrofidagi Uyg'urlarning nazarida tirnoqchilik qimmati yo'q. Buni o'zi bilmaydi. Ammo nima qilib olsa, men doktor dedi. U ashu doktor degan qolib qolgan birimi degim keldi. Undan boshqa hozir men yaqindimi? Boshqa bir necha qatimda qizg'in suhbatlardan keyin Ramazonda adam tillab fitna qilishamsa degan bir olg'ay bor. Bu olg'ayni endi bir chaqda bir inglizcha kanal BBC mataz ismli yo'q ziyorat qilgandi. Ziyorat qilganda uzoqdan bu yanda diyamay qolayotgan, nayt digiz kelib ketgan bir gapni nayt tasdid dedi bu. Nima deganda vatanda turmayotgan vaqtida hozir bizniki Xitoylar uçqashqari qiz ayollarimizga zitiq tegyotidi. Axloq nomusiga tegyotdi, ar nomusiga tegyotdi. Mushu qarg'unimi ar nomusiga uni erdimay, o'nda chiqtay ar nomusiga tegibdi. Ya'ni eliqi ingliz muxbir to'liqiga ishonmay so'rdi. What? They have sexually insulted you desa, manqisni yiqitib turib ha dedi. Anandan keyin sizlar Uyg'urlar nimani kutisizlar, nima demoqchisizlar desa, men mush Xitoy bilan, mushu nijis Xitoy bilan birga yashamayman, men yashamayman demadi. Yana nima deydi? Bizga insonlik yo'q, erkinlik yo'q, inson haqlari yo'q. Saqal qo'yg'il qo'ymadi, namoz o'qil qo'ymadi deydi. Bir kishi bo'lgan inson sening qalbiqing va ziyoli deb yo'g'on qalbiqing va nagli bo'lsa mehmon qildi seni. Ashunchalar bir haqorat, bir nijis Xitoydan kelgan shu erlik g'ururingga tegadigan haqorat. Beshingdan o'tgan inson turib yana bizga o'xshash ahli so'zlayotganlarni sen nemishqa pishnidan voz kechmaysan. Anda qolsa bizmo Konzo institutidan birini qurib Aşu Xitoy meni urug' tuqqanlarimni qo'yib bersa, meni urmasa, kallamni kesmasa, baribir qutlanmaydi ekan bu bunlar. Yashayman degan bo'lsak, biz odam bo'lamdiq. Sen odamma oldi bilan o'zingga bir savol qo'yib boq. Bir mo'nch kitoblarni yozib, sok chiroyli gap so'zlarlar xalqni aldab yurganingdan senda vijdon bo'lmasa, sening o doktorlik qalbiqing bir tiyin. Sen bir g'aljir isht. İnsanligini yo'qotgan yashash huquqini yo'qotgan bir ish. Endi jasorat mushu gapingga bir narsa qo'shib qo'ysam, mushu xalqni aldayotdi u bu deganni deymiz-ku endi. Mishada aldayotdi degan chog'da Abay Mabduminalarning so'ziga
videosiga uni bog'lasak nima desa, ba'zi shu Uyg'urlarning shu ideyasiga kirib ketgan, o'zini ziyoli deb olgan, shu qizil diplomliq ziyolilar aldayapmiz demaydi emasmi? Demaydiganlar bor. Shuning uchun to'g'ri deb bilganlar bor. Qalbidan fahish avay nayt yaxshi ifodalab turgan, endi bu nayt fahishlikka uyg'unib qolganlarmi o'zining qilayotgan ishini bir tijorat deb o'ylaydi emasmi? Men bir tijorat qilyapman deydigan. Buni axloqiy ko'zqarashdan qaramaydi, fahishlikka uyg'unib qolgan odammi? Bu jon beqishning bir yo'li deydi. Endi bu yerda shu ongni xalqimiz tushunishi kerak-ku. To'xta, ma'lum meni nega boshlab ketib bordi? Meni endi bir millatninki mandaqli deyish kerak deb so'rasak o'zimizdan. Onangni ko'z oldingda bosqinchilik qilsa, singlingni bosqinchilik qilsa, hatto endi och singlaringni ko'z oldingda bosqinchilik qilsa, uningga ha deding, endi o'zingni er kishiliging bilan o'zingni sexually insulted qilsa, endi uyg'urchasini topolmay ketdim, bu chiqib bu gap. Shunda qilsa, shuningmi yana bizda inson kishilik huquq yo'q desang, ham demak bu yerda sana qo'ydigan ism yo'q unda bo'lganda ekan. Ham xalqimiz shuni o'ylash kerakda, shu inson onamizni bosqinchilik qilyotdi, singlimizni bosqinchilik qilyotdi, bir millatninki ayollarga egi chiqamagan millat sharafsiz millat bo'ladi. Endi mishada biz bir sharafsiz millat bo'lishni tanladik biz bu yerda. Endi biz mishada biz gaqimay shu ziyolilarimiz nima qilsa qilsin deb biz millatimizning bir sharafsiz millat bo'lib tarixdan yo'qolib shu sharafsiz millat yo'qoldi deb la'natga uchrash uchun gaqimay bo'pti shu ashular nima ish qilsin deb turib berishimiz to'g'rimi unda bo'lsa? Bu savol bilan boshlasak, xalqimiz shundan boshlash kerak. Shu ma inson bizni nega boshlab ketib bordi? degandan boshlasa xalqimiz to'g'ri yo'lni topa oladi. To'g'ri. Shunga hozir xalqimizga deydig'imiz endi biz bu ziyodilarni tanqidlab birma qilish maqsadimiz yo'q. Faqatla xato bo'layotgan ishlarni o'tirib qo'yatimiz. Buningda xalqimiz birilariga to'n kiygizishdan burun, birilariga qora qo'yib agishishdan burun buning da'vat qildiri to'g'rimi? Uniki yo'g'on do'ppisi emas, doktorlik do'ppisi emas, qalbaq emas. Salafiti emas. Ama onun qilayotgan ishi millatimizga, hozir millatimiz ishidan urg'ib chiqayotgan mustaqillik ideyamizga foydaliqmi, foydasizmi deganga bir javob topgandan keyin agishim qarindishim va uni qo'llam. Men qarindoshlarim bir savollarim bordi, ammo vaqt berib 2,5 soat bo'lib ketibdi. Programmani uzatishga majbur bo'lyapman. Bundan keyingi programmalarımızda shuni qo'shimcha qiladigan yerlarimizni qilib olsak, ammo vaqt pek kech bo'lib ketdi. Sizlar bo'ldir tursizlar. Bu kim Erkin Kam bilan Abdurimjon men bo'ldir turmiz. Programma mushagish bo'lsa, qarindoshlar, bilasizlar, ziyolilar to'g'risida nurg'un gaplayapti. Diyamodiq, tugimidi, mening savollarim tugimidi. Keyingi programmalarda yondosh qilib o'tib ketishga tirishsak. Şu suhbatning ostiga savol bor qarindoshlar yozsa, biz onunla Abdurimjon, biz hatta boshqa qarindoshlarmi, masalan, sahnaga chiqmagan qarindoshlarmi, shu qalbida mustaqillik ruhi yotgan qarindoshlar aktiv holda ashada savol so'rash, javob berish degan narsalarni shu videoninki ostida, sahnaning ostida davom qilsakmi bo'ladi? Hozirmi ko'rdim, bir mund savollar bor ekan, ba'zilarini ismini atab turib so'rabdi, ba'zini ismini yozmay so'rabdi. Atikcha vaqtinglar bo'lganda asta-asta shularga bir javob bersanglar, chalaqaga yerini atugin yana to'liq o'tamiz inshaalloh. Undan so'ng bunlarga rahmat qarindoshlarim, Allohga emanet. Aman bo'linglar. Hayramiz Allohga emanet. Ziyolilar xafamanlar. İş qilinglar. To'g'ri ish qilsanglar tilamaymiz. Hurmatli qarindoshlar, oxirida men bir narsani tilg'ab o'tmoqchi. Shu yaqinda qarindoshlarimiz Ramazonda xayr-saxolik qilish uchun oz bo'lmagan qarindoshlarimiz
saat toplab, şu qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarımızga yordam qilyapti. Bu yerda men qisqa bir videoni qo'yib o'tmoqchi, chunki O'zbekistonda bir tabiiy ofat bo'ldi, ya'ni bir to'ng suv ombiri teshib ketib, uning to'g'ini buzilib ketib, nurg'un oilalar suv ostida qoldi. Buning ichida bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Shunga mening deydiganim, shu xayr saxovat qilayotgan do'stlarimiz O'zbekistondagi qarindoshlarimiz bilan bir aloqalashib, xohlasanglar, shu yig'ilgan pullardan shu O'zbekistondagi shu qarindoshlarimizni o'ylab qo'ysanglar demoqchi. Bu video tuvandikicha. Trevoga bo'ldi, telefon bo'ldi. Turinglar, ko'chaga chiqib qochinglar, Jizzax tomonga deyishdi. Ko'chaga chiqsak, shu ahvol, hamma qochyapti, butun aholi. Bizni uydan Suvonborgacha 1 kilometrda. Nima narsani olishni ham bilmadik, hujjatlari oldik. Mashinalarda anaqa odamlar qochyapti, Jizzaxga tomon shunaqa bir qo'rqinchli ovoz chiqyapti endi. Bir suv kuchli anaqada bostirib kelyapti-da endi. Suv bostirib kelayotgan paytida shu yaqin qolganda anaqa yurdi mashinamiz. Ya Rab, kötüleri ıslah eyle, tevbe nasip eyle. Kötü işlere bulaşmış Müslümanlara pişmanlık ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilerimize deva ver ya Rabbi. Bu geceki tevbemizi ömrümüze kefaret eyle ya Rabbi. Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Haram ve günahlarımıza içimizden gelerek ya Rabbi. İçimizden gelmiyorsa bile şu anda günahsız çocukların hatırına ya Rabbi, affedilmeyecek günahlarımız varsa bile sen Allah'sın. Sen Allah'sın. İstersen affedersin. Affet de kurtulalım ya Rabbi. Eğer ömrümüz kötü gidecekse, ömrümüzün bundan sonraki bundan öncekinden hayırsızsa, Allah'ım ölümü bize yakınlaştır ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme düşecek bir ömür verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme çekecek mal verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme götürecek çocuklarımızı ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Yüzümüz kalmadı. Dua ediyoruz, bir yere gidemiyoruz. Doğu Türkistan'da Müslümanlar öldürülüyor ya Rabbi. El uzatamıyoruz, ekmek gönderemiyoruz. Oruç yasak Müslümana, dünya susuyor. 3 tane dinsizin, 3 tane ahlaksızın dinimizde Ramazan'la alay ettiği şu günlerde Müslümanın orucunu yasaklayan dinsiz Çin'e kimsenin gıkı çıkmıyor. Allah'ım senden başka gerçekten sahibimiz yokmuş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Senden başka gerçekten yardımcı yokmuş. Bize yardım et ya Rabbi. Bizden önce o Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Namuslarını kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi memleketlerini kurtar ya Rabbi. Canlarını kurtar ya Rabbi. İmanlarını kurtar ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Hakkımızda hayırlı olanı nasip et ya Rabbi. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna ve şfi mervana ve erham mevtana bi hurmetil Fatiha.